Hamma yoqda muammo, hamma traderlarni yo'qotadi, lekin ularga hech kim ish bermaydi. Kimdir bugun hash rate'ni olib boshqa kishiga sotib, masalan, o'rtada foiz qilmoqchi bo'lsa, har bitta fazada bizga berib boradi traderlarimizga va buni sistemasini JP Morgan bankdan olyapmiz. 7 ta fazada $100 million O'zbekistonga kiritish niyatim bor agar qanaqadir qarshiliklarga duch kelmasak. Umuman olganda blockchainni ham, искусственный intellektni ham o'sha zamini bu data center o'sha ma'lumotlarni qurilmalar, o'sha GPU, ASIC bular o'shalar kuch beradi, quvvati o'shanda. O'shalar bo'lmasa hech qaysi ishlamaydi ularni. O'sha uchun biz biznes mindset bilan yurasiz va biznes mindset siz uchun qayerda imkoniyatlar yaxshi bo'lsa, qulay bo'lsa, bu eng asosiy omil. Nima uchun Bahraynda emas? Masalan, sizga mana shunaqa taklif bo'lgan. Nima uchun Bahraynda emas, aynan O'zbekistonda qilishni rejalayapsiz? Oldingi Rocket alt sezonda bo'lmaydi, har xil farqlanadi alt sezon. Abdurahmon aka, mana DeFi kirib keldi, portlab deyapsiz. NFT ni o'ziga xos anaqasi bo'lgan, davri bo'lgan, o'zi umuman kripto sferada shu paytgacha. Nima deb o'ylaysiz? Keyingi boost qaysi yo'nalishda bo'lishi mumkin? Chunki jim-jimador qilib ko'rsatiladi loyihalar. Lekin ichiga kirsangiz ozgina o'zgacha ayini qo'shgan, tamom. Bu borada o'zingizning mezoningiz qanaqa? Masalan, bitta kripto loyihani real deb baholashingiz uchun eng asosiy 3 ta mezon qanaqa sizda? Men shunday deb o'ylayman, что efir borib birinchi o'ringa chiqadi. Kriptovalyuta bozorida kapitalizatsiya bo'yicha, narx bo'yicha emas, kapitalizatsiya bo'yicha. Ular kimlar? Bu ham ko'p qulay. O'sha boshida boshlagandan beri masalani ham ko'raman. Swapsan, Dex deyapsan, qanaqasiga mendan KYC so'raysan? Endi nima qilasan? Okey, oyog'imiz sindi, endi emaklaymiz deganman. Ha, sizda men ularga equity taklif Da. Ham fix loyihalar ishlab chiqariladi. Portugaliya, Bahrayn, Abu Dhabi, O'zbekistonda bo'ladi. Birinchi 4 ta tochkasi. Save my soil. Tamom, pul yo'q, hamma joy yaxmalak. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Blockchain Texnoda kripto ekspertlar bilan intervyular seriyasi davom etadi. Bugun epizodimizda Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan Crypto Miners kompaniyasi asoschilaridan biri, Pinlink loyihasi direktorlar kengashi a'zosi Abdurahmon Ruhullayev bo'ladilar. Yana bir bor assalomu alaykum Abdurahmon aka. Rahmat. Abdurahmon aka, vaqt ajratib kelganingiz uchun sizga rahmat. Sizlarga ham rahmat taklif qilganingiz uchun. Abdurahmon aka, meni ishonchim komil, menga o'xshagan sizdan intervyu oladiganlar ko'pchilik hamma sizni mana shu proyektlar orqali taniydi. Kripto industriya bilan bog'laydi sizni shaxsiy bevosita. Lekin siz o'zingizga shunaqa imkoniyat berilsa, siz o'zingizni qanaqa tanishtirgan bo'lardingiz? O'zimga shunaqa imkoniyat berilsa, men juda ham ko'p qirrali insonman. Sportda ham qatnashganman. Vaqti bir 5 yil oldin masalan boksyor deyishgan, boshqa deyishgan. Oddiy inson sifatida tanishtirardim. Men o'zi kripto investor, kripto bu juda ham ko'p ishlatganim uchun o'zi zerikkanman bu narsadan. Oddiy shu O'zbekiston e'loni. Abdurahmon. Ajoyib, rahmat. Abdurahmon aka, oxirgi paytlarda nimalar bilan bandsiz? Shu kunlarda. Shu kunlarda asosiy muammo bo'layotgan narsa bu o'sha kriptovalyuta o'zi pikka chiqqan narxi jihatdan ham ommani e'tibori jihatdan ham ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan narsalardan biri. O'sha uchun proyektlarimiz juda ham qaynayapti. Proses, ish juda ham qaynayapti. Miningda ham bilasiz, o'zingiz aytdingiz, o'sha Pinlink loyihasini, o'sha marketplace, ya'ni bu birinchi RWA raqamlashgan marketplace, o'sha real world assets fractionlar orqali oladigan marketplace birinchi bo'lgani uchun o'sha yerda hozir biz Hashlink degan loyihani ham ishlab chiqyapmiz. Ya'ni hash rate'ni biz arendaga berishimiz mumkin yoki siz biz servis ko'rsatamiz, siz hash rate'ingizni berib boshqa insonga, masalan Amerikadan turib O'zbekistondan turib Amerikaga o'zingizning hash rate'ingizni arendavat qilishingiz mumkin yoki berishingiz yoki olishingiz mumkin. Shuni ustida ishlayapmiz. Mining rentalga o'xshagan, lekin buni farqlari shunda bo'ladiki, ko'p kishi stable ni yaxshi ko'radi, stabilizatsiyani yaxshi ko'radi. Что stable bo'lsin deydi. Ularga ham ikkita yechim beramiz, что hash rate'ni Bitcoin orqali olish ham bor, hash rate'ni USDT yoki USDC orqali, aslida USDC bilan ishlaymiz, chunki USDC ni uncha yoqtirmayman o'zim.
USDC orqali qilyapmiz. То есть insonlar kimdir katta fursatga bitcoinga fokus qaratadi uzoq muddatga o'shanga bitcoin orqali olishi ham mumkin yoki kimdir bugun hash rate'ni olib boshqa kishiga sotib, masalan, o'rtada foiz ko'rmoqchi bo'lsa, USDC ni qabul qilmoqchi bo'lsa, USDC, uni orqasida staking, juda ham ko'p narsalarni o'sha pinlingni ekosistemasiga tiqyapmiz. Sui blockchain orqali energiya sohasida shamol elektr stansiyasi quryapmiz. Bilasiz, o'sha elektr energiyani tokenizatsiyalashtiryapmiz. Shuni ustida ishlayapmiz. Полностью основной. Elektr energiyani tokenizatsiya qilish Buxoroda qurilyapti, adashmasam, men faol kuzatib borib. Abdurahmon aka, siz yaqinda Bahraynda ham bo'lib qaytdingiz. U qanaqa loyihalar yuzasidan? Endi hozir ko'p kishi men hayotim уже o'zimni darvishga o'xshatyapman-da, o'sha o'ylardan uzoqqa. Faqat proyekt bir sanab chiqsam, bir xil proyektlarim esimdan chiqib ketyapti уже. No, biznesmen sifatida opportunityni, ya'ni imkoniyatni qo'yib yuborish kelmaydi-da, biznesmen, bironta biznesmen. O'sha Bahraynga taklif bo'ldi, ularga bordim, qatnashdim, tushuntirdim. U yerda hub bor, GGC hub, o'sha fond bozori o'ziniki. O'sha hubga Qozog'iston a'zo bo'lgan. Bu yerdan vakil sifatida o'sha networking orqali meni taklif qilishdi. O'sha direktorlar kengashi a'zosi, o'sha direktor bilan ko'rishib, gaplashganimda juda ham ko'p gaplashdik и men o'zimning fikrlarimni bildirdim, что Bahraynda shunaqa model qilaman, treyderlarni shakllantiramiz va ularni ishga olamiz dedim. Hamma yoqda muammo, hamma treyderlarni o'qitadi, lekin ularga hech kim ish bermaydi. Hamma o'qitish bo'yicha domlo, lekin ishga olishga hech kim yo'q. O'sha uchun qarab chiqsam, o'zimizda fond bozori shakllanmagan, o'zimizda bunaqa trading hedge fondlari yo'q. O'shani birinchi bor tashkil qilish uchun O'zbekistondan boshlayapmiz, lekin u yoqni direktori menga aytayaptiki, yo'q, bu narsani qo'lingdan ushlab bo'lsang ham Bahraynga qildiraman. Ya'ni shu narsani Bahraynga qildir dedi. Va fondlar, masalan, banklarda pul bor u yerda, lekin treyderlar kam u yerda ham. O'sha uchun biz birinchi bo'lib O'zbekistonda boshlashni niyat qilganmiz. Hozir kontraktimiz bor, $100 million 7 ta fazada. Har bitta fazada bizga berib boradi treyderlarimizga va buni sistemasini JP Morgan bankdan olyapmiz. Boshqaruv sistemasini, treyderlarni boshqarish sistemasini, chunki hammasi o'zining emotsiyasi bor, o'zining hissiyotlari bor va shunga sun'iy intellektni qo'shgan holda sistemani tayyorlaymiz. Ya'ni har bir treyderni sun'iy intellekt har bir savdosini ochganini, yopganini analiz qilib boradi. Qaysi parada qanaqa u win rate ushlayapti, nima qilyapti, o'shanga qarab har bitta savdoga depozitdan dostуп beradi, yopadi, stop qiladi. Shunaqa qilib tayyorlayapmiz. Bu juda ham katta proses. O'sha uchun bir 2-3 oyda, hozir bir necha oy oldin boshlagan bo'lsak, bir 6-7 oy oldin boshlagan, bir 2-3 oyda tayyor bo'ladi. Asosiy borishdan maqsad as a businessman pul olish bo'lgan. Shunga erishdik. 7 ta fazada $100 million O'zbekistonga kiritish niyatim bor, agar qanaqadir qarshiliklarga duch kelmasak. Endi o'zimni shaxsiy qarashlarim, men unaqa davlat, xalq deyman, lekin davlat bilan integratsiyam unchalik yaxshi qo'yganman deb bilmayman. Chunki qarashlarim shunaqa meni. Agar O'zbekistonda masalan shu narsalarni joriy qilsak, asta-asta men o'ylaymanki, O'rta Osiyodagi eng birinchi hedge fondni tashkil qilib bilamiz. Selimiz shu 5 yilning ichida kapitalni $500 million ga raise qilish bu tarafdan. Crypto minersda kecha qo'ydim, G'antut loyihamiz bor, 48 megawatt Abu Dabida qurilyapti. U qanaqa loyiha? U data center mining uchun 3 ta fazada olganmiz, 48 3 ta 48 megawattlik, ya'ni общий 144 megawatt bo'ladi. 144 megawatt 3 ta fazada olganmiz. Hozir birinchi fazasi qurilyapti, 48 mingta, ya'ni 20 ta substansiya bo'ladi, konteynerlar, o'zimiz ishlab chiqargan konteynerlar. U yerda mining qurilmalari investorlar tomonidan masalan 1 megawatt, 2 megawatt, 10 megawatt sotib olinadi. Yillik
3 yillik, 4 yillik shartnoma qilamiz. Ya'ni o'zimizda, ya'ni xabaringiz bo'lsa kerak, Phoenix bor u yerda, davlat bilan shartnoma qilgan. Biza ikkinchisi. Endi Amerikan investorlari ikkinchi Phoenix qidiryapti u yerda. Kelib что ko'rdi, Phoenix rivojlanib ketdi, davlat ulushidori bo'ldi. Early stage kirib olish. Da, early stage kirib olish uchun hozir shunaqa olib boryapmiz. Loyihamiz ishga tushgan. O'zbekistonda ham shu uchun ishlayapmiz, ya'ni data center o'zi bizani nisha, o'zi mining ko'p kishi tushunmaydi nimaligini. O'zbekistonda ham, dunyoda ham juda ham kam kishi tushunadi nima uchun qilinadi deb. Umuman olganda blockchainni ham, искусственный intellektni ham o'sha zamini bu data center, o'sha ma'lumotlar, qurilmalar, o'sha GPU, ASIC bular o'shalar kuch beradi, quvvati o'shanda. O'shalar bo'lmasa hech qaysi ishlamaydi ularni. O'sha uchun biza bu industriyani yaxshi o'rganib chiqqanmiz va bu yerdagi nechta o'sha industriyada ichidagi barcha kompaniyalar hammasi mingga milliard. Hammasi. Nima uchun shu yerda kirib ishlamasligimiz kerak? To есть competition members kam, odamlar kam, no? Raqobatsiz. Kirsa bo'ladi, ishlasa bo'ladi. O'sha uchun polностью shu narsaga fokus berganmiz. Shuni ketyapti. Juda ham zo'r. Abdurahmon aka, mana yuqorida aytdingiz, siz biznes mindset bilan yurasiz va biznesmensiz. Siz uchun qayerda imkoniyatlar yaxshi bo'lsa, qulay bo'lsa, bu eng asosiy omil. Nima uchun Bahraynda emas? Masalan, sizga mana shunaqa taklif bo'lgan. Nima uchun Bahraynda emas, aynan O'zbekistonda qilishni rejalayapsiz? Endi bu narsaga sabab ana bir 5 kun, 6 kun oldin Dubayda o'sha partnyorim bilan suhbat davomida baribir bo'ladi-ku, что negotiation momentlar, masalan, muzokaralar. O'sha yerda men boshqa narsani gapiryapman, u boshqa narsani gapiryapti, keyin aytayaptiki, men aytayapman, men bu men's principle, ya'ni meni qadriyatlarim desam, aytayaptiki, seni qadriyatlaring boshqa, biznes boshqa deyapti-da, biznesning yo'li boshqa. Davay negotiate qilaylik, to'g'riroq. Men aytayapmanki, yo'q, meni qadriyatlarim ostida, zaminida men biznesimni tuzaman. Men biznes uchun o'zgaradigan shaxs emasman. Ya'ni menga to'g'ri kelsa, negotiation for me, no negotiation. Meni prinsipim bo'lishi kerak. Agar men zadivat qilsa biron joyga, men ishlamayman bunaqa narsaga deb aytganman. O'sha uchun buni qadriyatlarim, ya'ni o'sha nima uchun vetrogenerator, o'sha shamol elektrostansiyasini Buxoroda qurayotganimiz, nima uchun O'zbekistonda qilmoqchiman. Chunki bu yoq meni vatanim, xalqim. Shularni ko'tarilsa, ertaga meni farzandim shu yerda katta bo'ladi. Masalan, baribir ham men tushunaman, nimadan buni tushunib yetganman? Dubayda yuraman-ku. Da meni uyim yo'q. Lekin baribir nimagadir hissim tark etmaydi, baribir uyni hissi boshqa. Baribir ham musofirda o'zingizni his qilasiz-da. Qancha masalan o'sha yerda ham kelasiz, yotasiz, turasiz, ishingizni qilasiz, hamma narsa aytilganidek uyda, lekin baribir uy hissi boshqa. O'sha uchun men o'ylaymanki, baribir vatan degan narsa shu. Men vatan deganda bu men o'zi человек mira deyman, dunyo odamman. Kosmopolit. Menga lekin chegara qo'yish kerak emas, lekin baribir ham odam o'sha chehralar, yaqin chehralar deydi-ku, o'sha narsa tortadi. O'sha uchun baribir ham shu yerdan tug'ilganim sababsiz emas degan narsa bor-da menda. Masalan, Xudo shu yerda meni dunyoga keltirganmi? Demak, shu yerda nimadir missiyam bor. Birinchi shu yerda boshlashim kerak deyman. Nima qilsam ham foydam tegsin. Arab meni qadrlamay aytishligi mumkin. Bunisi meni qadrlamasligi mumkin. Lekin bir kun yo'q, bir kun masalan shuncha harakat qilgan o'sha cho'lpon ham boshqasi ham harakat qilgan-ku. Keyin borib tushunishgan odamlar, ularning xatti harakatini. Nima uchun bular bunaqa qilgan? Men hozir qadrlashlarini yoki ertaga qadrlashlarini xohlamayman, lekin bir kun bo'yoq bir kun odamlar nima uchun harakat qilganini tushunib yetadi degan o'yla xayolim bor. O'sha uchun shu yerda ko'pincha harakat qilaman, shu yerda qilishga, birinchi navbatda O'zbekistonda qilishga harakat qilaman. Lekin baribir ham Bahraynda ham qilaman. Abu Dabida ham qilaman. O'sha Portugaliyada ham boshlaganmiz. Ya'ni bu hub bo'ladi, juda ham ko'p qamrovli bo'ladi, lekin birinchi baribir O'zbekistonda qilaman. Siz meni vatanim shu qadriyatimga mos bo'lgani uchun. Zo'r. Sizga o'xshagan biznesmenlar ko'paysin. Abdurahmon aka, meni bu sferaga, blockchain sferasiga 8 yil burun kirib kelgansiz
va xohlaymizmi yo'qmi, bu kimgadir kam, kimgadir ko'p muddat bo'lishi mumkin, lekin salkam dekada hozirgi kripto bozor bilan 8 yil burungi kripto bozorni farqi nimada siz uchun bugun? Juda katta farq bor. Endi bilasizmi, что agar 8 yil oldin sohada kirib kelgan inson va 8 yil oldin chiqib kelib, yana qaytib kelgan inson ko'rsa sohani kosmический farq ko'radi-da, masalan. Juda ham katta farq ko'rib ketishi mumkin. 8 yil oldin hozirgi holat juda ham osmon. Endi men shu 8 yil davomida faqat ishlab yuribman-ku. Asta-asta o'zgarishlar bo'lgan-ku, sezilmaydi. Lekin orqaga borib qarasangiz, ko'p narsani sezasiz. Ya'ni bitta farzandingizni sizni ko'zingizning oldida katta bo'lsa, u sezilmayotgandek katta bo'layotgan, lekin bir 2 yil boshqa joyga borib kelsangiz, sraz sezasiz katta bo'lganini-ku. Lekin agar raqamlar bilan tenglashtirsak, juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. O'sha Binance'dan tortib, hozirgi masalan birjalarni даже interfeyslarigacha, даже o'sha interfeyslargacha o'zgarishlar bo'lib ketgani, уже bu u yog'ini qo'yib turinglar, что мировой tarafdan qancha cheklovlar bor edi, masalan biza efir olishim kerakmi, bitcoin olishim kerakmi? Men hech qachon primoy olib bilmaganman. Masalan, Rossiyada Vlad degan o'rtoqlarim bo'lgan, Ozarbayjonda, Ukrainada o'shalar bilan gaplashib, boshqa qilib olganmiz. To есть qiyin edi-da o'sha vaqtlar bizada. Umuman qiyin edi. No hozir salkam bu dunyoni уже tan olinyapti. Keyingi valyutasi baribir istaymizmi, istamaymizmi? Da CBDC kirib kelyapti. Bu CBDCga tashlanayotgan qadam o'zi kriptovalyuta. Buni xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Lekin kriptovalyuta уже ekonomikaning bir ajralmas qismi уже. İstayimiz bir oldin bunaqa emas. Ko'p kishi shubha bilan qarar edi, soxta pul der edi. Hech kim tushunmas edi, lekin hozir juda ham ko'p kishi tushunyapti. Ma'nosini, mohiyatini gap boryapti. Shu tarafdan juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lgan. Endi proyektlarni aytmay qo'yaveraylik. U DeFi kirganda biz endi sohada edik. DeFi juda ham portlab kirib keldi. DeFi loyihalar, keyin NFC kirib keldi bu yoqdan. Juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Abdurahmon aka, mana DeFi kirib keldi, portlab deyapsiz. NFTning o'ziga xos anaqasi bo'lgan, davri bo'lgan, o'zi umuman kripto sferada shu paytgacha. Nima deb o'ylaysiz? Keyingi boost qaysi yo'nalishda bo'lishi mumkin? Keyingi boost RWA loyihalarida bo'ladi. Ya'ni уже bunaqa stadiyalardan o'tdik-da, puzer stadiya deymiz. Juda ham katta pul kirishi, juda ham katta pul chiqib ketishi, up and downlar bo'lishi, stabilnostni yo'qligi, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, traditsion investorlar hozir ko'p. Ya'ni yoshi katta insonlar, yoshi katta kompaniyalar ko'p va ular stabilizatsiyaga ko'proq e'tibor beradi va ular ko'rishdi, что bu yerda qanchalik o'sish bo'lsa ham tushish ham bor. Qanchasi tushishlarga chidab berdi. O'sha uchun hozir orqasida realniy proyekt bor bo'lgan loyihalarga juda ham katta pul tiqiladi va shular o'sishi kutiladi. Ya'ni RWA, real world assetslarga ko'proq e'tibor beriladi va искусственный intellekt bilan bog'liq narsalar ham masalan rivojlanishi kutiladi. Lekin NFT bular hype bor edi, bu boshlab berdi-ku NFT masalan hype'ni. Lekin asta-asta odamlar tushunib borib bu tokenomikaga kirib kelyapti. NFT o'sha ham baribir not fungible bo'lib kirib keladi. Ya'ni poydevor bo'lib berdi. Endi rivojlanadi bu soha. Ya'ni integratsiya qildiriladi, adaptatsiya qildiriladi bu narsalarga va bu keyingi rivojlanish, men o'ylaymanki, shu RWA loyihalarda ko'pincha energetika bilan bog'liq bo'lgan loyihalarda, chunki men fokusim ko'pincha shu yerda. Kim bilan gaplashsam ham ko'pincha shu narsaga ko'proq e'tibor berishadi. Va endi Web 3 loyihalariga ham qaytsak, Web 3 loyihalar ham ya'ni o'sha odatiy hayotda ishlatiladigan narsalarda, masalan, Web 3 loyihalariga kiradigan proyektlar ham juda ham o'sish kutiladi. Ya'ni maishiy deymizmi? Usually ishlatiladigan casual kundalikda ishlatiladigan loyihalar masalan bu yana o'zini ko'rsatib boraveradi. Ya'ni Web 3 loyihalar juda ham ko'p bolalarni ko'rdim men o'sha unda token 2049 da o'sha 2049
O'sha yerda Qatnashdingizmi? da qatnashdim, lekin zo'r bo'ldi deb bilmayman. Hamma exchange'lar. Lekin bolalar o'sha yerda ko'rganlarim yaxshi loyihalari bor. Yangi narrativlar. Ya, bolalar yangi narsalarni chiqarishyapti, o'ylashyapti. Mana o'sha yerdan bitta bolani topib o'sha integratsiya qildirgan o'sha USDC aytdim-ku, USDC bilan to'lov qilib yuribman hozir. O'sha non ham olib bo'ladi, kolbasa ham olib bo'ladi. Yaxshi bolalar bor. Bu narsalarni aytayapman-ku, agar web ushlar orqali bu narsani integratsiya qilib ko'p narsaga kirib kelyapti va men o'ylaymanki, shunaqa narsalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Odamlar ko'proq ishlatiladigan, orqasida aniq real world asset bo'lgan loyihalar bu yog'i uchadi. Chunki alt sezon kelmadi deydi odamlar, lekin men aytdim, shu alt sezon уже kelib bo'lgan. Oldingi Rocket alt sezonda bo'lmaydi, har xil farqlanadi alt sezon. Loyihalarni masalan pulni ko'p qismini memcoinlar olib ketdi bu yoqdan. Memcoinga kirib ketyapti ko'p participantlar. O'sha uchun основной fokus shularga qaratganmiz. Casual ishlatiladigan yangi loyihalar, web uch loyihalar, applicationlarga и energetika va real world assetsga RW loyihalarga. Juda ham zo'r. Abdurahmon aka, mana aytingiz, real proyektlarga pul tikiladi, investorlar o'sha proyektlarga pul tikadi. Bu borada o'zingizning mezoningiz qanaqa? Masalan, bitta kripto loyihani real deb baholashingiz uchun eng asosiy 3 ta mezon qanaqa sizda? Endi bu hozir yana o'sha qaytarishni xohlamayman. O'sha proyektni egalarini bilishing kerak, white paperni o'qish kerak, nima solution beryapti, boshqa. Endi o'zimdan kelib chiqib aytsam, men baholashimda birinchi navbatda GitHubni baholayman. Social mediasini ham baholash bor. Endi men emas, o'sha komanda qiladi. Aslan men e'tibor beradigan narsam nima solution beryapti deyman. Chunki jimmador qilib ko'rsatiladi loyihalar. Lekin ichiga kirsangiz ozgina o'zgacha AIni qo'shgan, tamom. Masalan, искусственный интеллект qo'shilgan, tamom. Nimadircha biz deydi, masalan, tanlovni sun'iy intellekt bilan qilyapmiz deb bo'rtiradi, lekin tanlovni ChatGPT rasm olsangiz, kilokaloriyasini aniqlab beryapti, o'shani applicationga tiqgan. To есть oddiy narsa. Mana shu uchun birinchi navbatda chuqur tushunib yetish uchun nimani yechyapti degan narsani beraman. Solution nimani yechyapti bu loyiha? Bozordagi qaysi og'riqli nuqtani yechyapti? Birinchi e'tibor beradigan narsam shu. Agar o'sha narsa men bilmaydigan narsa menga wow deb tuyuladi-ku, men o'sha loyihaga qiziqaman. Уже bu birinchi, ya'ni 60-70% fokusimni oladigan narsa shu. Ikkinchi narsa, keyin shunga qanaqa yondashilyapti, masalan, kosmosga chiqish degani wow deb tuyuladi, lekin qanday qilinishi degan narsa bor-ku. O'shani keyin GitHubni men aytishinglarga beraman, qani o'qib chiqinglar, qani ko'rib chiqinglar, nima qilyapti bular. Ikkinchi loyihasi shu, uchinchi loyihasi bu kompaniya a'zolari. Kompaniya a'zolari. Baribir jamoa, bejamoa bo'lmaydi. O'sha uchun nima bu? Qanday qilinyapti? Kim qilyapti? Nima? Kim qilyapti, qanday qilyapti? Mana shu 3 ta mezon demak. Mana shu 3 ta mezon. Ajoyib zo'r. Abdurahmon aka, mana aytingiz, jamoa siz uchun juda ham katta narsani anglatadi demak, investor sifatida. Siz investitsiya olishingizda ham demak investorlar mana shu mezonlarga e'tibor qaratishi mumkin, to'g'rimi? Reputatsiya va birinchi o'rinda. Siz jamoani tanlayotganingizda mana shunaqa loyihalarim ko'pki, men ularni eslolmayman deb aytyapsiz. Shunaqa ko'pligidan, qaysi birlik borligini ham eslolmayman. Lekin bu loyihalarni qurish uchun albatta jamoa kerak bo'ladi, zo'r jamoa kerak bo'ladi. Siz o'zingiz jamoa tanlashda qanaqa professional vaziyatlar, xislatlarga, fazilatlarga e'tibor berib odam tanlaysiz jamoangizga? Endi men xarakterimni aytdim-ku, что o'sha partnyorim bilan gaplashayotganda bir kishi chetdan ko'ra menga baho beradi, masalan, u yaxshiroq baho beradi, chunki men o'zimni qanaqadir kamchiliklarimni ko'rmasligim mumkin yoki yaxshi tomonlarimni tushunmasligim mumkin. Jamoa menga kimligimni eslatib turishi kerak birinchi o'rinda. O'sha meni partnyorlarim. Sen deydi, fightersan deydi, jangchisan deydi, sen nokaut qilishni xohlaysan, biznesda hamda, что bunaqa bo'lmaydi, negotiate qilishimiz kerak, yo'q deydi, lekin men prinsiplarim hozirgacha menga pand bermagan. Ya'ni jamoat tanlashda men birinchi navbatda ishonuvchan insonman. Ya'ni bitta insonni masalan olamiz, uni
hard skill-ku, masalan hard skill u samo собой o'zi chig'iriqdan o'tib keladi boshqa aytishga ko'radi, uni boshqasi ko'radi, boshqasi. Menga ko'proq e'tibor beradiganim soft skill-ga men полностью доверять qilaman birinchi insonga. 100%. 100% ishonaman, chunki u tezroq o'zini ko'rsatadi qanaqaligini. Ko'proq doверие, masalan bir kishiga har kun 10 ming so'mdan berib o'tirsangiz, u sizga masalan o'g'ri bo'lishi mumkin, ko'rsatmasligi mumkin o'g'riligini yoki masalan qaysidir kodni masalan ishlayotganimizda bitta partni bergan bo'lsangiz, u o'g'irlamasligi mumkin, butunlay beraman. Qo'ligaki, shu jamoaga kiryapsanmi, ko'r, bil. Da endi o'zimni tonki joylarim bor, ushlash uchun qo'yilgan qarmoqlar, ularni aytib bilmayman. Lekin beraman men 100%. O'shanda tez ko'rsatadi o'zini asl basharasini. Qolgan taraflarga, masalan professional taraflarga faqat men emas, Feruz bor, Michael bor, Abdullah bor, boshqa bolalar, ular уже ko'radi. Ular kimlar? Ular jamoamda o'sha IT tarafdan arxitektorlar, boshqa o'sha senior developerlarim bor. Полностью ular biz bilan aka-ukaday. Men hech qachon komandamga ishchi sifatida munosabat qaratmaganman biron kishiga. Shu vaqt davomida biz bitta komanda deb qaraganman. Va men bitta badanday qaraganman. Men bosh bo'lsam, masalan lider bo'lsam, sizlar masalan qo'l bo'lsangizlar, oyoq bo'lsangizlar, biz bitta odamday qaraganman. To есть boshqaruv uslubim shunaqa. Ya'ni men ishchi sifatida yondashmaganman biron marta. Partnyor tanlash endi bu boshqacha narsa. Bu partnyor jamoaga a'zo tanlash boshqa, endi partnyor tanlash umuman boshqacha. Lekin shu prinsiplarga e'tibor beraman. O'sha uchun juda ham ko'p kishi aldab ketgan. Juda ham sodiq insonlar qolgan. To есть juda ko'p sodiq insonlarim bor komandamda. Visionimni biladi, maqsadimni biladi. Asosiysi pul emasligini biladi bizlar uchun. Chunki asosiysi pul qilib qo'yganimizda hozir buncha pulimiz emas deganman. Visionimni biladi, lekin juda ko'p kishi aldab ham ketgan. Shu metodim tufayli juda ko'p kishi sodiq bo'lib ham qolgan. O'sha uchun bu narsa juda ham yaxshi ishlaydi menda. Ya'ni butunlay ishonish. Butunlay ishonib, qanaqadir hollar qo'yamiz, teshiklar qo'yamiz, qani bilamiz keyin backuplardan yiqilib tushadi, topamizda, shu o'g'irlik qilyaptimi, bu qilyaptimi. Doka o'g'irlik, masalan, kodlarni boshqa loyihalarga sotganlar ham bo'lgan. Boshqa bo'lgan. O'shalardan topganda biz qanaqa qilib ushlashni bilamiz. Kodning ichida lazeykalar qo'yib, boshqa qilib. Juda ham zo'r nisha berdingiz hozir. Men o'zimda doim trust issue bo'ladi odamlarga ishonishda. Lekin shunda odamlar aytadi, masalan, birinchi gaplashib ko'rishib turgan odamlar aytadi, "Sen menimcha bunaqa issue sen mana shu kripto industriyada faoliyat yuritganing uchun bo'lsa kerak" deydi. Xuddiki sen skamlar orasida yurasan, o'sha hammaga ishonmaysan deydi. Sizda lekin hozir umuman butunlay teskari. Masalan, bu industriyada rostdan ham ishonch, kimgadir ishonch bildirish qiyin masala, lekin sizda umuman boshqa teskari anaqa ishlarkan, prinsip ishlarkan. Ajoyib. Bu zo'r naborot. Ishonchsiz hech narsani qurib bo'lmaydi-da. Masalan, men ishonmaganimda mana menga ishonadigan insonlarni topib bilmasdim-da, masalan. To'g'ri. Yaxshi insonlarni topish uchun baribir guruch qurmoqchi bo'lmaydi. O'sha uchun men shunaqa bu xarakter men o'zim shakllantirmagan, o'zi shunaqa. Bu narsa qaysidir momentlarda pand bergan, qaysidir momentlarda zo'r bo'lgan, lekin oxir-oqibat itog'ini olsak, ishlayapti, yaxshi ketyapti. Risk reward. Abdurahmon aka, mana shu jamoa haqida gap ketganda savol berib ketdik. Kecha yaqinda ko'rib qoldim. Men yakshanbaga qarshiman deb aytdingiz-da kanalingizda. Siz o'zi odatiy kuningiz qanaqa o'tadi? Bu odatiy kun shunaqaki, menda bu narsalarga qarshi bo'lganim nima uchun? Chunki boshqarish uchun qilingan narsalar, ya'ni yakshanba kuni dam berish, ya'ni bitta kitobni o'qiganim esimga yo'q. Men полностью kitob o'qimaganman, o'sha joyini o'qigandim. Ya'ni boshqarish uchun dam olish kuni berilishi kerak va bayramlar berilishi kerak deb joylar bor. Nima uchun как biznesmen yoki как inson hamma kun, har kun bir xil kun, yakshanba ham bir xil kun, dushanba ham bir xil kun. Lekin insonlar masalan yakshanba kuni dam olishimiz deydi, ommaviy ta'sir qiladi bu narsa. Yakshanba kuni hech qayerda ishlamaydi. Siz ishlamoqchisiz, masalan, siz nimadir kerak, hech kim ishlamaydi. To есть o'sha narsaga qarshi bo'lib aytganman bu narsani. Ya'ni meni odatiy kunim prosta kirib Telegramdan boshlanadi. Eslayapman.
from my projects bor. WhatsAppda ham my projects, yo'qda arablarda bu ishlatiladi, SNGda bu ishlatiladi, Telegram ishlatiladi. Tamam, встречаlar tashlab chiqiladi. Kim bilan meeting bor, kim bilan zoomlar bor, boshqasi. Har bitta proyektimga alohida 20 daqiqa, 1 soat vaqt ajratishim kerak. Sportimga, boshqasiga shu mana shunday menda. To есть tuziladi, qilinadi. To есть menda daily routine qanaqa vazifa qo'yiladi, vazifa tugatildiki keyin yo'qtiladi. Atak unaqa yo'q menda, что buni qilaman deydi-ku odamlar. Masalan, bir kunda unda belgilab chiqadi, keyin nima deydi o'shani time managementda. Menda bunaqa yo'q, task management yo'q. Men taskimni qilaman. O'shanda menda kun tugaydi. Masalan, 3 kechqurun bo'lishi mumkin, 4 kechqurun bo'lishi mumkin, keyin tugashi mumkin tasklarim, keyin yo'qtaman. Abdurahmon aka, sizni kunlaringiz mana ish bilan o'tar ekan. Ishdan tashqari ham qanaqadir hobbilaringiz bormi? Instagram mana juda ham katta hobbim. Masalan, siz bilasiz, men hayotimda hech qachon signal ham sotmaganman, kurs ham sotmaganman. Hech narsani men Instagramdan bir foyda qilay degan inson emasman, lekin lishniy brendga nima uchun e'tibor berganman? Buni ham sababi bor, chunki ertaga qanaqadir o'zi boshida shunaqa narsa bo'lgan. Ertaga qanaqadir loyihalar ishlab chiqarsam, menga userlar kerak, menga ishonuvchi odamlar kerak, community kerak degan narsa orqali bu narsani qilganman. Ya'ni yolg'ondan qochganman. Masalan, kurs sotsam bo'lgan, boshqa sotsam bo'lgan, lekin vaqtim yo'q bo'lgan, boshqasi bo'lgan. O'sha mas'uliyatni tushunganman bu narsalarni. Instagram eng katta hobbim bo'lgan, odamlarga ta'sir qilish uchun. Lekin shu ham ozgina hozir qolib ketyapti orqada. Uje videochilarim ham bor, bularda mana studiyam bor, boshqasi bor. Ular aytadiki, ish yo'q bizga deydi. Siz Dubayda yuribsiz, bizga ish yo'q. Yoki bizga ketaylik, boshqa ish qilaylik. Aytam sabr qilib boraman, olamiz video. Men shunday o'tiraman, video olaman-ku, men tayyorgarliksiz. Hech qachon men tayyorgarlik qilmaganman video uchun yoki boshqa narsa uchun. O'tiraman, gapiraman tamom. Siz uchun kontentlar yozilmaydi demak. Yo'q, men o'zim yozaman hammasini. O'zim yozaman degan narsa ham to'g'ri, chunki yozmayman ham. Shunday miyamga kelgan narsani aytaman. O'sha masalan savol bersa, o'shanga javob beraman, xuddi sizday. Shu meni hobbim sport va Instagram bo'lgan. Hozir otni yaxshi ko'raman hobbilardan. Lekin vaqt yo'q shu hobbilarga vaqt ajratishga. Vaqt yo'q. Abdurahmon aka, mana hobbilaringiz haqida gaplashdik. Sizni bitta intervyungizda kuzatdimda, siz aytgan ekansiz, men har doim ochiqman o'rganishga, bilmagan narsani bilmayman deb aytaman va o'rganaman. Oxirgi marta qachon kimdan yangi narsa o'rgandingiz? Har kuni o'rganaman yangi narsa. Instagramda ko'rib o'tiraman. Meni intereslarimda yaxshi narsalar chiqadi, Xudoga shukr. Boshqa narsalar ko'rmayman. Boshqa narsalar ham chiqadi gonago. Ulardan ham yomon bo'lmasligini o'rganaman. Insight oladigan oxirgi marta olganim, bu oxirgi o'sha partnyorim bilan Talal degan bola bilan gapirganimda, o'sha Bitcoinni qanaqa qilib taksga joriy qilish uchun Amerika integratsiya qilayotganida ko'p gaplashdik. O'shanda juda ham ko'p narsani o'rgandim. Men aytdim, что efir qanaqa qilib birinchi o'ringa chiqadi, masalan, kapitalizatsiya bo'yicha. Men shunday deb o'ylayman, что efir borib birinchi o'ringa chiqadi. Kriptovalyuta bozorida kapitalizatsiya bo'yicha, narx bo'yicha emas, kapitalizatsiya bo'yicha chiqadi birinchi o'ringa. Nima uchun? Chunki bu ko'p faktorlarga bog'liq. Masalan, birinchi navbatda proof of stake uchun, birinchi navbatda boshqarib bo'lishi, moliyatligi borligi uchun, Amerika bunga uni boshqarib bo'lgani uchun, естественно, likvid unga ko'proq yo'naltiriladi. ETF ni ham ma'qullantirilyapti efirga. O'sha uchun juda ham ko'p loyihalar imенно efirda hozirgi vaqtda. Scale'da ham efir yaxshi natija ko'rsatyapti, ko'rib turibsiz. Avvallari bir 2021-yil masalan USDT uzatmoqchi bo'lsangiz, efir network orqali fee 30, 40, 50 dollargacha bo'lardi. Hozir какой-то cent bo'lgan. Lekin Abdurahmon aka, masalan, scalability, ya'ni ommaviylik jihatdan, masalan, Solana ham bor. Yaxshi to'g'ri bor, lekin
judayam ko'p qulash. O'sha boshida boshlagandan beri men salonni ham o'kiraman. Boshida boshlagandan beri. Chunki judayam ko'p hak bo'ladi. Judayam ko'p bridge'lar, sus, judayam ko'p skam bo'ladi. Yana rivojlanish endi ular judayam zo'r marketolog komanda. Judayam nishani yaxshi topashadi. Masalan, Memcoin'ga o'zi judayam katta e'tibor qaratishdi, yorishdi shu sohani masalan. Ayniqsa bank bilan. Da, shu uchun ular zo'r. Lekin networkni o'zi Suidan ko'ra past baholayman masalan. Sui network yaxshiroq chunki unda costsiz ishlaydi masalan. U o'qisangiz masalan unlari bor, Satoshi bilan gaplashgan odamlardan birida u. Masalan, network orqali internetdan bir-bilan white paper jo'natgan, boshqa qilgan, o'shalar o'rtasida costsiz ham bor. U gretsiyalik. O'sha yaratuvchisi, Suining yaratuvchisi o'sha odam masalan. Men blockchain ichigacha masalan programmist emasman. Ideologiyasini tushunsam ham. No masalan, Suining blockchainni Solana'ni ko'rganda scalability'si ham yaxshi, unisi ham yaxshiroq. Xavfsizligi ham. No, Solana juda ham ko'p. Endi biznes tarafdan olsak, marketingda juda ham dahshatlilar. Juda ham zo'r, juda ham to'g'ri tanlab bilishadi boshqa tarafdan. Atak lekin efir baribir birinchi kirib kelgan bozorga. Aytyapman-ku, government supportda ham juda ham yaxshi. Amerika supportida Smart kontraktlar juda ham katta преимущество baribir efirda bular. Solana bular boshqa networklar baribir qisqa hype momentlardan foydalanishadi masalan. Lekin efir bu necha yildan beri bor. Realniy proyektlar, boshqa o'zimiz masalan Pinlinkni Ethereumni networkida qilganmiz masalan. Nima uchun Solana'da emas, nima uchun Sui'da emas? Chunki baribir ham Treasury boshqa baribir efir bizaga yaxshiroq ko'rinadi, xavfsizlik tarafidan, boshqa tarafdan yaxshiroq ko'riladi. Chunki Solana'da skam bo'lmagan, boshqadan даже Sui haq bo'ldi yaqinda. Ha, yaqinda Sui haq bo'ldi-da. Efirda ko'rmoqman shu paytgacha. Oxirgi paytlar Ethereumning narxi yaxshi anaqa bo'lmagani uchun, ko'tarilmagani uchun juda heytlarni anaqa bo'lyapti-da, ostida qolyapti. Men ham ko'p narsani umid qilgandim. Efirdan $10,000 bo'ladi. Juda ham katta summani efirga tiqgandim. $1,000,000 minusda prosatkada o'tirdik. Bu bozor, bu normal holat. Bozor qaytadi baribir. Bozor o'zida ishonmaydigan, ya'ni nima deydi uni? Umidi qo'li suslarni deydimi? Kuchsizlarni birinchi bo'shatadi. Yo'qoladi ular. Keyin hold qilganlar oxirida до конца o'tirganlar bozorda yutadi. Shunaqa narsa, masalan, hozir shunaqa narsa bo'lyapti. Ya'ni bozordan o'sha slabilarni chiqarish uchun moment bu. Chiqib ketadi, keyin oxirida hamma ham birdaniga bunaqa darajada boy bo'lib bilmaydi. Birinchi bozor tozalaydi o'zini, keyin tepaga ketadi. O'sha uchun hozirgacha ham juda ham katta summa prosatkada bo'lsam ham efirda ushlab o'tirman, chunki ishonaman efirga. Bu bozor hamma vaqt shunaqa bo'lgan. Bitcoinni 16,000, 15,000 gacha tushganiga ham chidab o'tirganmiz vaqtida. Hozir 100,000. Men ishonaman, что efir 8,000, 10,000 ga chiqishiga. Zo'r. Ideal portfel siz uchun qanaqa bo'ladi? Ideal portfel ko'p kriptovalyutasi yo'q portfel. Ideal portfel deb menga ular odamlar tashlashadi 20 ta coin, 15 ta token olib tashlaganda, u ideal portfel emas men uchun. Ideal portfel Bitcoin dominatsiyasiga qarab bo'ladi baribir. O'shanga qarab o'zgartirish kerak men uchun. Riskga qarab bo'lish kerak. Masalan, yuqori riskli proyektlarga masalan men ajratsam maksimum 80% ajrataman portfelimni, maksimum. Bu ham riskovni deb bilaman bir tarafdan. Men ajrataman shunday. 30%dan ko'proq o'rta muddatli o'rta risklilarga qaratilsa, qolgan 70 tam 60% toka Bitcoin efirga yo'naltiriladi menga. Biz katta pul bilan faqat shularni qilaman. Menga Memcoin'da shunaqa narsa bor. Mana prinsipimga to'g'ri kelmaydi Memcoin, lekin Memcoin'ni insiderskiy informatsiyalarni bilaman.
qaysi coin necha pul ko'tarilayotganigacha bilaman. Tepada xudo, man qaysi coin necha pul, chunki man o'sha jamoani UK dan bo'ladi, ko'p narsalar bu yerda. UK tarafdan bo'ladi, Angliyada bunaqa yosh bolalar shu pumping qiladi, rug pull qiladi-ku. Men ularni taniyman. Juda yaxshi taniyman ko'pini. Ular qaysi aytadi, Abdurahmon yoki Nasr, mana shu narsa ko'tariladi. Ertaga 100x bo'ladi, bir haftaning ichiga shunaqa qilamiz. 100x bo'ladi, 60x bo'ladi, boshqa bo'ladi. Mani do'stlarim qilishadi, men prinsipimdan voz kechmayman, qilmayman o'sha narsani. Kirmayman o'sha, bilsam ham men o'zim birinchi navbatda va'da berganman. Men memcoin, shitcoin unaqa narsalarga umuman qo'shilmayman. Lekin bilaman kim nima qilyapti, lekin yana bir marta aytaman, o'shani ichidan bilganim uchun insiderlar va loyiha ishtirokchilari deymiz, loyiha ishtirokchilari va yaratuvchilar foyda ko'rishadi memcoinlardan. U baxti chopib qolib foyda ko'rganlar bo'lishi mumkin, mizr. Juda ham kam. Qolgan hammasi o'zim ko'rib turgan narsa. Ali deganim bor, masalan, Twitterimga podpisatsiya qilganingda ko'rishlaringiz mumkin. U ham shunaqa bola. 45 million, 60 million dollari bor hozir o'sha memcoin orqasidan qilgan. Bor bolalar bilaman 200 million dollar qilgan shuni orqasidan. No, yana aytaman. Meni qadriyatimga to'g'ri kelmaydigan narsani men biznesimga tiqmayman. Ya'ni menga u pullar halolday tuyulmaydi. Menga u pullar kerak emas. Men shunaqa ubijdenim bor, o'zimga tiqib olgan narsani, что menga rizqim aniq. Uni qanday olish meni qo'limda faqat, tamom. Milliard bo'lsa ham meni rizqim aniq. O'sha Alini ham aytganman, Ali, sanda o'sha 45 million dollar bu sana rizqing edi, prosta sen o'shani olishda vыбор qilasan, halol yoki harom. Men bunaqa rug pull, bunaqa insiderskiy informatsiyalar, bu narsalarni bilmaydigan insonlarning pulini yig'ishtirib olish sifatida qarayman, o'sha uchun qilmayman. Lekin ularni to'xtatib ham bilmayman, urushsam qamashadi meni. Yo'q, to'xtatib bo'lmaydi o'sha uchun meni prinsipim shunaqa. Milliard berishsa ham meni prinsipimga to'g'ri kelmasa, men u narsani biznes qilmayman, chunki menga 100% ishonchim komil, Xudo menga uje rizqimni aniq belgilab bergan. Qanday qilib olish meni qo'limda. Boshqa narsa yo'q, ya'ni halol yoki haromligini tanlash meni qo'limda. Harom bilan tanlasam ham baribir ortib qolmaydi rizqim deb o'ylayman. O'sha uchun tushunarli. Ideal portfelga memcoin qo'shmayman. Memcoin kirmas ekan demak ideal portfelga. Abdurahmon aka, mana 8 yildan beri kriptosferadasiz, biznes qilasiz, Birlashgan Arab Amirliklarida ozmi ko'pmi o'zi Birlashgan Arab Amirliklarida boshlagansiz shekilli, shunaqami? Nima qiyinchiliklar bo'ldi u yoqda yoki qanchalik oson, qiyin bo'ldi? Biza boshlagan vaqtda mining yo'q edi u yerda ham. Birinchi boshlaganimizda miningni o'sha yerdagilar bilan. No, juda ham ko'p sotqinliklar bo'lgan. Pulimiz qolmagan. Bo'lgan bunaqa holatlar. Shoplarimizni yopishgan, bu internetda ko'rilmagan narsalar bilan. Shunaqa bo'lgan supplierlar Xitoydan yetkazadigan minerlarni uxlatib yuborishgan, pullarni berishmagan. USD tashab bergansiz, u paytda USDni ko'p kishi bilmaydi, hech qanaqa kort ochib bo'lmaydi, ularning ustidan case ochib bo'lmaydi, yozib bo'lmaydi. Suv bosdi-ku, masalan, kecha bu o'tgan yil aprelda men o'sha yerda edim-ku. Fermalarimni suv bosdi, 7,5 million dollar zararga kirdim o'sha vaqt. Shuni aytibman. Aytamanki, hay Xudodan, hasorat ham Xudodan, Alloh berdi, Alloh xohladi, alhamdulillah deyish kerak bu paytam. Endi nima qilamiz? Klientlarga, investorlarga kompensatsiyani berishda davom etamizmi? Agar davom etsak, qulashimiz ehtimoli baland. Yoki tushuntirsak, reputatsiyamiz yo'qolishi bor. Juda ham kritik moment men uchun. No, hamma vaqt katta risk olgan odamman. Yana katta risk, men aytdimki, Xudoga ishonish kerak, ishlashimiz kerak, yana qattiqroq ishlashimiz kerak. Bizda yopamiz, shu 7,5 million dollarni ham kompensatsiyani ham berib bilamiz. Loyihalarimiz bor. O'sha vaqt ham juda ham ko'p takliflar bo'lgan. Prodyuserlar tomonidan kurs o'taylik, 2-3 million dollar qilib beramiz sizga, yoki o'sha rug pull tomonidan ham masalan rug pulllar qilaylik. Ularni tanlamadim. Xudoga behisob shukr, 7,5 million dollarni ham yopdim.
kompensatsiyalarni ham berdim. Hozirgacha berib kelayotganlarim ham bor. Bu biznes, bu problemasi bor. Crypto miners tashqaridan juda ham ideal ko'rinishi mumkin, lekin любой biznesning ichida problema bor. Problema bormi, o'syapti biznes. Problema yo'qmi? Значит, u biznes уже o'lgan yoki o'lib boryapti-da. Men uchun shunday. Mana faqat aytamizda ideal bo'ladi biznesimiz, ideal bo'ladi deymiz, lekin faqat problema. Chunki faqat problemaga e'tibor bersam, nima uchun konteynerlar sotamiz, prodaja bo'lyapti. Yangi gridlardan o'sha elektr energiya olyapmiz, o'syapmiz. No, faqat problema bor. Chunki biz faqat yangi narsaga intilyapmiz. Yangi narsaga olyapmizmi, bilmaymizmi nimadir. Problema sazovat qilamiz, keyin o'shani rishat qilamiz, yana o'samiz. Ya'ni shunaqa menda, что o'sish orqali kimdirlar yechim birinchi taxlayman deydi. Hozirgisini masalan lotkamni taxlayman deydi. Keyin suzaman deydi-ku, men o'sib boraveraman, paputi o'zi tayyor bo'lib kelaveradi o'sha odamdan olib. Как biznesmen sifatida o'sha joyga eng kerakli mutaxassislarni qo'yib taxlab ketaveramiz. O'sha uchun shu juda ham ko'p muammo bo'lgan. Hozirgacha muammo bor. Uysiz ham qolgan joyim bo'lgan. Uy bilan uy villada ham bo'lgan. Up and down bu bozor shunaqa. Shunda yerga kirib ketganman, tashqariga chiqib, osmonga chiqib ketganman. Bu kriptovalyuta agar ishlagan odam bo'lsa, imенно shu o'rgangan emas, ichida ishlagan odam bo'lsa, bu bozor shunaqa. Up, down. Shunaqa yerga tushib ketasiz bir bo'ladi. Shunday osmonga chiqib ketasiz bir bo'ladi. To есть tasavvur qilmayman. Shunisidan men mazza olaman. Shu protsessni shunisi yo'qotdi. To есть bo'ladi bizga yaqinda tugatgan narsamizda yaqinda. Dekabrdan boshladim bitta loyihamni. Shavlingni aytdim-ku. Hozirgacha ana O'zbekistonga kelganimcha tugatdim o'shani. Shu 6-7 oy davomida shunaqa ko'p emotsiya oldim. Shunaqa xursand bo'laman. 6-7 ta kod o'xshaydi, nimadirlar bo'ladi. Shunaqa xursand bo'laman. Keyin o'xshamaydi, tushkun bo'laman. Chun qancha pul ketyapti, qancha masalan mablag' ketadi. Mablag'ni keyin aytamanki, hay xudodan deyman. Blok bo'ldi, masalan, bitta bola bitcoinimni sit frazalarni esdan chiqardi. Aytishi kim? 2 kun uxlamagan, aytdim, "Davay, create new wallet" dedim. I will send 10 BTC, like 10 bitcoin tashlayman. Menga ayt. Holi ham 2,5 ta bitcoin tashlabman. Testga. Men aytdim, "Xudoy, Abdulla tasha desam, men pas o'sha uni encrypt bo'lgan 12 ta sit fraza bo'ladi. O'sha 13-si encrypt bo'ladi. Ya'ni o'sha sizning parolingiz encrypt bo'ladi. O'shani esdan chiqargan. 10 minut ichiga bo'layotgan narsa. Qanaqa stress. Men aytayapmanki, aldayapsan, chunki aldayapsan deb o'ylayman. Chunki 10 minut oldin yozgan parolni 2 marta tekshirib yozilgan parolni qanaqasiga esdan chiqarish mumkin? Bu unaqa. Swap qiladiganlar, masalan, bilasiz, любой swap borib exchange'dan o'zgartirib ketadi. Unda xo'man DEXman desa ham, baribir borib o'sha likvidность uchun CX ga borib, markazlashganga borib keladi. U yoqqa boryapti, mendan KYC so'rayapti. Men qanaqa san agar swapsan, DEX deyapsan, qanaqasiga mendan KYC so'raysan? Nima uchun boshiga so'rayman? To есть u yoqda muammolar, juda ham katta summalar bilan muammolar. Up and down deyapman-ku. Keyin tugayapti-ku, ha? Oxirida muvaffaqiyatli tugayapti, hammasi normalni. Keyin aytayapman bolalarga. Ha, bolalar, qanday bo'ldi journey? Mana bu zerikdingizlar o'rtasiga tushib ketdi kayfiyat, boshqa. No, qaytib shu imkoniyatni bersa, yana qaytib qilardik shu narsani. To есть kimdirlar 10 yil yashaydi, xuddi 1000 yil yashaganda emotsiyani o'sha narsalarni oladi. Kimdirlar 100 yil yashaydi, lekin 10 yil bizani 10 yilda ko'rgan narsamizni ko'rib bilmaydi. O'sha uchun men bu sohani bergan zavqi uchun o'sha ekstrem bu kimdirlar parashyutdan tashlab qo'ysa, bu sohada biznesda именно sportni parashyutdan tashlashi bor-ku osmondan. Biznesda xuddi o'sha narsa kriptovalyuta bilan bog'liq. To есть bu yerda xuddi shunaqa hodisalar. Up down olib boraveradi bozor. Abdurahmon aka, sizni shunaqa spekulativ industriyada, mana siz uni risklari uchun, up and downlari uchun men yaxshi ko'raman deyapsiz. Butun boshli journeydan o'zi manzil emas, yo'l qiziq, hamma uchun ham eng ko'p narsani yo'l beradi. Bundan tashqari ham sizni bu sohada motivda ushlab turgan
nimadirlar bormi? Aynan nima ular? Men bu sohani yangi bo'lgani uchun juda ham ko'p opportunity borligini bilaman. Bolalarim oddiy bitta bolam. Men hech qachon egoistlik qilmaganman, bir kishini kissasini hisoblamaganman. Ya'ni bir kishini muvaffaqiyatini ko'rib bilmaslik qilmaganman. Tepaga men o'zim uchun mazza qilaman shu narsaga, bu xarakterim meni. Otamdan o'tganmi, bobomdan o'tganmi, meni xarakterim bu narsani shakllantirmaganman, qasddan qilmaganman. Men shu narsaga mazza qilaman. Odamlar hasad qiladi-ku. Men tushunmayman nima uchun hasad qiladi. Men bitta bo'lam MEF algoritm orqali Solanada 40 ming, 50 ming dollar pul topadi bir kunda. Nima orqali? MEF algoritm, MEF algoritm. 40 ming, 50 ming dollar pul topadi bir kunda. Bolalarim bor. Uni nimaligini qisqacha tranzaksiyalarni oldidan MEF botlar shu Solanada tranzaksiyalarni oldidan borib aniqlab, ularni tezroq o'tkazib, ozgina fini ko'tarib, tushirib shunaqa sizdan ko'ra oddiy proof of stake'dan ko'ra tezroq borib ishlab, o'sha komissiyadan ishlab keladi. Blockchainda o'sha qayd qiladi-da. O'sha narsa MEF. O'sha orqali masalan 40 ming, 50 ming dollar ishlaydigan bolalarim bor-da. Men mazza qilaman shunaqa ularga. O'sha uchun bunaqa narsalar, qiziq narsalar ko'p kriptovalyutada. Juda ko'p. Masalan, hozir kim 10 million dollar pul bo'lsa 700 million dollarlik proyekt olib biladi? Hech kim. 700 million dollarlik davlat proyektini olganman. Qanday raise qilaman fondni masalan? 700 million dollar qanday raise qilaman? Oddiy shu tokenizatsiya qilib yechim, to есть juda ham katta yechim bergani uchun motivi shunda. To есть juda ham zo'r, hali ko'p kishi tushunmaydi, lekin shunaqa yengilliklar, opportunitylar juda ham ko'pki sohani, o'sha uchun bu faqat menga jozibadek ko'rinaveradi. O'ylaysizki, men уже полностью bilaman bu sohani deysiz, lekin shunday bitta narsa chiqib keladi, deysiz, bu вообще boshqacha-ku deysiz. Ya'ni odamlar uchun bu blockchain kichik, men uchun juda ham katta. Ya'ni dollar orqasida qanaqa sistema tursa, blockchain orqasida ham xuddi shunaqa sistema turadi va yangilanib boraveradi. Har kun yangilik bo'lgani uchun bir kunda minglab loyihalar ishga tushadi. Juda ham shovqinli industriya. Opportunity juda ham ko'p. O'sha uchun motivi shunda menda. Juda ko'p imkoniyatlar bor. Juda. Zo'r. Abdurahmon aka, siz yuqorida aytdingizda, men kichkina kissasini hisoblamaganman. Uni muvaffaqiyat deb bilmayman dedingiz. Muvaffaqiyat siz uchun o'zi nima? Muvaffaqiyat tajriba, muvaffaqiyat tanishlar men uchun networking. Chunki men shu narsaga amin bo'lganman, sizni qancha networkingiz bo'lsa, siz bo'ysiz. Milliarder bo'lib, masalan, ochig'ini aytaman, kamsitish emas. Masalan, o'zimizda bor-ku pulliklar, masalan, faqat Toshkentda turib yoki faqat O'zbekistonda qolib ketish noto'g'ri deb bilaman. Bu muvaffaqiyatli inson deb bilmayman. Faqat O'zbekiston uchun muvaffaqiyatli inson. Men Xudoga shukr shunaqa o'zimga plan qo'yganman. Masalan, men dunyoni aylanay bepul networkinglar orqali. Mana shunday borsam kutib olishsin, aylantirishsin, pul sarflamay. O'zi bu narsani уже Yevropaga qo'ygan, Portugaliyaga borsam вообще tamom, hech narsa sarflashim kerak emas. Shvetsariyaga borsam o'rtoqlarim bor. Shu partnyorlarim. Dubayda ham shuni. O'sha uchun men o'ylaymanki, qancha odam tanishsangiz, qancha dunyoni ko'rsangiz, shu muvaffaqiyat men uchun. To есть pul bilan emas, boshqa tarafdan. Agar shaxsiy qarashlarimdan olsam shunday, nimalardan voz kechganingiz ham muhimda. Masalan, kimdirlar aytmaydi, ko'rsatmaydi sizga. Muvaffaqiyat uchun kimdirlarni masalan pul uchun deymiz, muvaffaqiyat deb masalan odamlar tushunadi pulni. Pul uchun boshini egadi, masalan, bir kishini oldiga paxtalik qiladi. Yashirmayman, O'zbekistonda bu narsa juda ham baland. Mendan juda ham ko'p kishi bu narsani so'ragan. Juda katta lavozimdagi insonlar, ularga bo'ysunishingiz muhim. Men shu narsani umuman tushunmaganman, o'sha uchun bo'ysunishni xohlamayman. Mana shu orqali qilingan narsa, boshida aytdim-ku, meni shaxsiy qadriyatlarimga to'g'ri kelmaydi, men qilmayman. Mana shu narsalar ortilgan boylikni odamlar ko'rmasligi mumkin, lekin o'sha biznesmenlar ichidan biladi. Что bu narsani qanday topganini va o'sha narsa unga tinchlik bermaydi. Menga o'sha uchun boshqalarning nazari emas, boshqalarning fikri emas, o'zimning fikrim muhim bo'lgani uchun
man spokojniy bo'lay, man ko'nglim tinch bo'lsin hamma vaqt. Bir so'm topsam ham, mana shu kurushkacha meniki bo'lsa ham, daryo meniki bo'lmasa ham, o'zimniki bo'lsin. Mana shuni muvaffaqiyat deb bilaman va qanday erishganim muhim. Siz aytdingiz-ku, proses muhim. Menga qanday erishganim muhim. O'shanaqa insonlarni muvaffaqiyatli deb bilaman men. Dehqon bo'lsin, qo'li qavargan bo'lsin, halol bo'lsin. Menga chem xalqning pulini yeb yoki bir kishining oldida boshini egib va Allohga emas bandaga bo'ysunib, qullik qilib yoki iltimos qilib pul qilgan odamdan bu odam menga muvaffaqiyatliroq tuyuladi. Bu mening shaxsiy qarashim. Tushunarli. Abdurahmon aka, mana siz aytdingiz, O'zbekistondagi biznesmenlarni lokallikdan keyin globalga chiqishini, o'sishini xohlayman dedingiz, to'g'rimi? Sizda bu anaqa yo'l biroz boshqacharoq bo'lgan, ya'ni siz birinchi Birlashgan Arab Amirliklarida, keyin mana mahalliy bozorga kiryapsiz. Eng to'g'ri yo'l shuda. Sizningcha qanaqa masalan farqlar yoki ustunliklar yoki kamchiliklar bor Birlashgan Arab Amirliklarida biznes qilish bilan mana shu sohada O'zbekistonda, ya'ni qanaqa qiyinchiliklarga duch kelyapsiz siz? O'zbekistonni qarang. Boshlanish nuqtasini borib kelamiz. Masalan, O'zbekistonda biznes qilib qotadi insonda, masalan, qotib qoladi. Komfort zona deymiz-ku, tez masalan o'sib kelishi mumkin. O'sha keyin qotib qoladi. Bu yerdagi parametrlar chet elga mos kelmasligi mumkin. Bu narsalar, marketing plani bo'yicha boshqasi, brending boshqasi, umuman operatsion sistemalar to'g'ri kelmasligi mumkin chet elga. Men nima uchun chetdan boshlaganman? Bunga birinchi sabab o'zim aytganman. Ingliz tilini o'rganmoqchiman. Ingliz tilini gapirmaydigan jamiyatda inglizchani o'rganib bo'lmaydi degan fikrda bo'lganman-da, masalan. Tez o'rganmoqchiman, zo'r o'rganmoqchiman. Men yo Angliya borishim kerak, yo Dubay borishim kerak, shunaqa joylarga borishim kerak. Men qiyinchilikni tanlaganman-da, men masalan challenge bilan. To есть farzandimdan so'rayman, masalan, dadamdan so'ragan. Qo'yib, kim bo'lmoqchisan? Men sportmen bo'lmoqchiman. Okey, sportmen qayer zo'r? Tailand. Bor, Tailandda uradilarmi seni? Ish qilib o'sha yerdan yo tirik chiqasan, zo'r bo'lib, yo tamom, o'sha yerda o'lib yo'qolib ketasan, yo bo'l, yo o'l o'sha sohada. O'sha uchun men aytaman, что yoshlarga nimaga qiziqasizlar, eng pik joyga boringlar. Primoy. Inglizcha gapirmoqchimisan, bor Angliya, tamom. Biznes qilmoqchimisan, bor Dubay, Primoy. Nonsiz qol, o'lmaysan, hech kim o'lishingga qo'ymaydi deyman-da. O'lib yolsangiz, qancha bir suv berishadi, non berishadi. Qaytmasangiz, baribir muvaffaqiyatning yo'lini topasiz. Qaytmaslik kerak, prosta. Umli bo'lish kerak emas, kuchli bo'lish kerak emas, eng zo'ri bo'lish kerak emas, prosta qaytmaydigan inson bo'lish kerak. U maqsad ko'rsa, sizni qaytmasligingizni shu yo'ldan bari endi deydi, meni barib olaykan bu deydi-da, liboytasi. O'sha uchun men o'sha yoqdan boshlaganman, что u yerdagi normativlar dunyoga to'g'ri keladi. U yoqdagi normativlarni O'zbekistonga olib kelsangiz ham wow deyiladi-da, masalan. Lekin O'zbekistondagi normativni yo'q aytsangiz agar, stromni deydi. Nima uchun bu ozgina nitoday ko'rinadi ularga? Nima deymiz uni? Standartlar. Xizmat ko'rsatish deydimi, boshqasi deydimi, o'ta past bizda. Tan olishimiz kerak. O'ta past. Toshkentda bo'lmaydi. Lekin viloyatlar Toshkentdan necha o'nlab yillar orqada. Вообще orqada. Agar siz shu yerda shunaqa biznes qilsangiz, istaysizmi, istamaysizmi qabul qilasiz. Bu narsaga normada tuyuladi sizga. Va chetga chiqsangiz, bosimga chidab bilmaysiz. Konkurensiyaga chidab bilmaysiz va hey deysiz, o'chi shu yerda zo'r bo'lib yurganim yaxshi ekan deysiz, qaytasiz-da. Men o'sha uchun u yerda boshlaganman. Agar u yerdan primoy kirib kelaman-ku, bu yerda competition his qilmayman keyin men umuman. Bularni standarti kichikroq deyman meniki nisbatan. Men kattaroq standart bilan kelganman. Sindirib tashlash ehtimoli baland. O'sha uchun hozir ham fikrimdan pushaymon qilmayman. O'sha yoqda borib qilganimdan pushaymon qilmayman va yoshlarga ham shuni aytamanki, o'lmaysizlar. Hech kim o'lib qolmaydi qorin ochlikdan yoki onamni sog'indim deydi bittasi, otamni sog'indim. Men ko'pini ko'rganman-da, menga pul bering deydi, Dubay kelib olgan. Menga pul bering, O'zbekistonga qaytaman. Men aytaman, men senga O'zbekiston uchun qaytishim uchun pul bermayman. Ishlayman desang pul beraman. Yana dalshi boraman desang qaytmayman, yo'limdan desang pul ber. Qanday yuz bilan borasan qaytib? Yurtingga qanday sen maqsad qo'yib kelgansan?
qanday qaytib onangni yuziga qaraysan, otangni yuziga qaraysan, mahallangni yuziga qaraysan, o'rtoqlarning yuziga loser bo'lasan. Tan olib yashashing kerak. Uch yo'qda men keyin loser bo'lgancha o'lib ketishingni ma'qul ko'raman. Sen 100 yildan keyin hech kim baribir ham eslamaydi seni. Lutchi hozir qaytma bo'ladi. Juda ham ko'p bolalar shuni orqasidan yaxshi natijalarga erishganda prosta qaytmaslikni o'qigan. Chunki siz bilmaysiz opportunity qayerdan keladi, imkoniyat qayerdan keladi. Shunaqa bo'lib qoladi, masalan, sheyx bilan uchrashib qolishingiz mumkin. Siz ham masalan bilmagansiz, o'zi 4 yil, 5 yildan keyin nima ish qilishingizni siz ham bilmaysiz masalan. Qayerdandir imkoniyat kelib qoladi. Masalan, birdaniga blockchain industriya rivojlanib ketishi mumkin. Sizni masalan aytishlari mumkinki, siz mana shu отдельный masalan eng главный qilib qo'yamiz. Уже boshqacha bo'lib ketadi hayotingiz. Siz bilmaysiz. Prosta shu yo'lda bo'lib o'tirish kerak. Masalan, sizga aytsamki, hozir mana shu ko'chada deysam, shu 10 kunning ichida yoki 100 kunning ichida 1 kilo tilla tushadi shu yoqqa desam. Lekin qaysi vaqtligini aytmasam bilmayman. Lekin aniq tushadi 100%. Ana shu 10 kunning ichiga tushmasa, men sizga beraman. 10 kilo tilla chunki bilaman. Siz uyingizga ketasizmi o'sha 10 kunning ichida? Shu ko'chada o'tirasiz, to'g'rimi? Momentni upuskat qilishingiz kelmaydi. Momentni qo'ldan boy berishingiz kelmaydi. U yerda siz eng zo'ri, eng kuchli, eng aqllisi emassiz. Prosta siz qaytmaysiz. Siz dakansa o'sha yoqdasiz. Men ana shundan narsani aytamanki, qaytib o'tirish yoqda o'sha momentingni kut. Moment keladi. Chunki hammaga imkoniyat, любой boylardan so'rasangiz, qayerday boy bo'ldingiz desangiz, birdaniga qanaqadir hodisa bo'lgan, o'shaning orqasidan rivojlanib ketgan. Shu narsani qilib rivojlanib ketgan. To есть o'sha yerda bo'lib tursangiz, imkoniyat o'sha sohada bo'lib tursangiz, yugurmasangiz, masalan, emaklasangiz, man bitta gap esimga keladi, jo'ram aytganki, 7,5 million dollarga tushgan vaqtim. Endi nima qilasan? Okey, oyog'imiz sindi, endi emaklaymiz deganman. Qo'limizni sindirishsa dumalaymiz. Lekin to'xtamaymiz. To'xtamaslik kerak. Xudo beradi. Moment bo'ladi. Birdaniga SOS bo'lganda, SOS tamom. Save my soil. Tamom, pul yo'q, hamma joy yaxmalak. Shuna kelyapti, 6 ta konteyner sotyapmiz masalan. Bilmaymiz qanday keldi, nima bo'ldi. Bir vaqt Tailandda bo'lib tanishgan bitta investorim aloqaga chiqdi, ABB kompaniya aloqaga chiqdi. Birdaniga o'xshab ketdi. O'sha bo'ldi, boshqa ishni ko'raman deganimda bu tamom sinardim men o'sha o'zida. O'sha uchun aytaman, что bu yo'ldan qaytmaslik kerak. Любой yo'lni tanladingmi, yo bo'laman dey, yo o'laman dey. Tamom. Men endi erkaklarga aytibman, endi ayollarga emas. Endi siz orqali qizlar ham ko'rishi mumkin bu sohani. Chunki ayollar uchun baribir erkaklar plankasi baribir otasi bo'ladi, keyin turmush o'rtog'i bo'ladi, ularni aytganini qilishga majbur. Lekin erkak shunday, qaytmaslik kerak, prosta. O'shanda muvaffaqiyat bo'ladi. Demak, siz uchun eng o'sha jozibador narsa Dubayda bu raqobat. O'zbekistonda boshlamaganiz yoki O'zbekistonni qiyinchilik deb ko'rishingiz bu raqobatning yo'qligi. Raqobatning yo'qligi. Ha, raqobatning yo'qligi va bu yerda masalan odam ajratishadi, boshqa qilishadi. Masalan, bu yerda boshlaganimda men bunaqa o'smasdim-da. Chunki u yerda odamlar o'zi tushunardi kriptovalyuta nimaligini, odamlar ozgina развитие edi, tushunardi nima qilyapmiz, nima qo'yapmiz. Bu yerda tushunmaydi. Haligacha tushunishmaydi-ku masalan o'zimizda. To'g'ri. U yerda tushuncha hozir men gigant bo'lib kirib kelganman masalan. Men raqobatchim yo'q deb o'ylayman O'zbekistonda. Masalan, o'zim uchun masalan mentalniy tarafdan eng zo'r deb baholashim kerak, kibr uchun emas. O'zimga bo'lgan uverenish uchun. O'zimga uverin bo'lmasam, kim menga uverin bo'ladi? Birinchi navbatda o'zimga uverin bo'lishim kerak. O'sha uchun videolarimda kibr deyishadi, u kibr emas. Men prosta mentalniy tomondan o'zi sportchiman, men o'zimga uverin bo'lishim kerak. Hozir masalan konkurentim yo'q. Agar bu yerda boshlaganimda yana o'sha konkurent qilib, kimdir zo'r, kimdir bunisi bunay, masalan, Gismaxon bilan gaplashaman. Savdo qilish, boshqa qilish deydi bular. Men aytaman, menga silishkim kichikdek ko'rinadi o'zi. Bunaqa vizachalar chiqadi, bizani reklama qiling, $200 ming beramiz, $100 ming beramiz, komissiyonni beramiz, boshqa silishkim kichik narsani taklif qilyapsan deyman, u hayron bo'ladi keyin ular. To есть уже meni plankalarim juda katta bo'lib ketganda, o'sha ularni aqliga sig'maydi men konkurentlarim deb o'ylayman o'zi.
Chunki ko'rmagan narsangizni tasavvur qilib bilmaysizda. Men shunaqa ko'rganman, 300 million dollar bilan kelgan odamlarni ko'rganman. Cash. U 1 milliard assetdan ko'ra yaxshi 300 million cashda. 21 yosh, 22 yosh bolalar. Shunaqa ularni qilishgan. Proyektlar qilishgan, masalan, o'zi biladi, rakbul qilganmi, boshqa qilganmi, bilmayman, lekin juda ham katta cash olib yuribdi bolalarda shu sohalarda. Ularni ko'rdingizki, uje sizga 100 ming, 200 ming, 300 ming deysiz. Bu meni selim emas deysiz-da, uje. Bizda sel shu maksimum million bo'lsa, uje oyoq qo'li qaltirashni boshlaydi. Ko'pini ko'rganman-da, o'zim ko'rgan insonlarni aytaman, oyoq qo'li qaltirashni boshlaydi. 2 million, 3 million dollar bo'lsa. Dubay menga shu berdi, işte katta plankalarni berdi va u plankalar bilan любой davlatga kirib kelsangiz, siz normativlardan, competitiondan yoki o'sha raqobatdan umuman qo'rqmaysiz va живучий bo'lasiz-da, yashab ketadigan bo'lasiz. Yashovchan. Abdurahmon aka, mana o'zimizda ham shunaqa gap bor, tavakkal qilmagan bayram qilmaydi degan gapimiz bor. Menda masalan kriptoindustriyada siz aytdingiz, anaqalarimiz o'xshab ketar ekan tavakkalchilik yuzasidan. Men ham role model sifatida mana shu gapni Trustwallet'ning CEO'si ayol kishi intervyusini ko'rib chiqdim. O'zimga role model sifatida tanlab oldim. Nimaga? Chunki u ayol aytayapti, bu yuqorida siz aytgan networking orqali bo'lgan, Binance'ga kirib kelishim ham shunaqa bo'lgan. Men o'zi keyingi 3 ta qadamimni hisoblaydigan odam emasman. Lekin million dollarlab anaqa shartnomalarni imzoladim, shu narsalarni ko'rdim. Demak, meni missiyam shu joyda ekan, odamlarga shu joydan foydam tegar ekan, o'sha uchun ishlayapman degan anaqalarni berganda, men eng ta'sirlangan o'sha intervyu bo'ldi-da. Uni o'zimga role model qilib oldim. Sizda mana shunaqa inson bormi shu industriyada? Kim? O'zim mana xuddi shunaqaman. Men ko'pini intervyusini ko'raman-ku, ochiq emas o'zbeklarni. Слишком auditoriyaga yoqish uchun qiladi-da. Слишком idealni ko'rsatadi o'zini. Слишком to'g'ri qilyapman. Men millionerlar bilan ham o'sha aytyapsiz-ku, hammasi shunaqa ularni. Risk intizom yo'q hech qayerda ularda. Menda ham intizom degan narsa o'zimni qarashlarimda bor. Men siz aytayman-ku, bir kunda o'zimga 5 ta zadacha qo'yaman. O'sha 5 ta zadachani tugatishga harakat qilaman. Men 2 ta bunday qilaman, 3 ta bunday qilaman, 4 ta bunday qilaman degan narsa yo'q. Men birinchi navbatda prioritetga qo'yib olaman, qilaveraman o'sha narsani. To есть ertaga nima qilishim menda ham aniq emas. Shunaqa menda. To есть komandamga aytganman, bu komanda buni qiladi, u komanda uni qiladi, bu komanda. To есть bittasi o'xshaydimi, uchaman, tamom. Shunaqa narsa bilan yuraman-da men. Va tajriba shunaqa olamanki, sig'maydi-da u narsa. Pulimni olishlari mumkin, tajribamni olib bilishmaydi. Yana men qaytib qilaveraman shu narsani. Nechtasi bilan o'tirgan bo'lsam, xuddi shunday. Ular odamlarni e'tibori uchun qilmaydi-da. Masalan, hozir siz aytgan o'sha Trustwallet'ni unisi ham shu aytgan narsasi xuddi to'g'ri. Men o'rtog'im Nasr, o'sha partnyorim, o'sha sherigim, xuddi shunday. Nasr deyman, "Sen 2 ga uchrashishing kerak, holi yotibsan" deyman. O'zing bor deydi-da, короче. Bizda shunaqa, to есть unaqa narsa yo'q, что секретный ingredient yo'q. Просто tavakkal pul beradi deb o'ylayman. Tamam, riskni olish kerak, chidash kerak, natijani olish kerak, tamam. Kim risk oladi, pul bo'ladi. O'zi bitta narsani men может faylasufday ko'rinishi mumkin. Risk o'zi nima? Ilmiy tarafdan olsak, bizning tildan olsak, risk bu qancha yo'qotishingizni aniq bilishingiz. Risk bu qancha yo'qotishni aniq bilishingiz. Odamlar ko'p tushunmaydi bu narsani. Qancha topaman emas, nima yo'qotaman deb kirish kerak birinchi. Nima yo'qotaman? Faqat pul yo'qotsangiz, lekin ilm olsangiz, menga farqi yo'q. Men uni orqasidan qancha pul ishlashni bilsam, ilmning orqasidan farqi yo'q, kiraman, to есть shu narsaga. Bitta narsa endi bu tarafdan dunyo emas, diniy ham emas, bu qanaqadir boshqa o'ylasangiz, masalan, odamlar o'ziga ishonadi-da. Mana deb o'zi loyihani qilaman, buncha pul tikaman, smeta qilaman, bunday bo'ladi, mana buncha foyda ko'raman, rentabil, ROI, boshqa deb qiladi.
Lekin real hayotda shu narsaga o'xshashiga 100% kafolat berasan desang, hech kim bermaydi. Hech kim bermaydi bu narsani. Taxminiy analizlarimiz natijasida kelib chiqqan deydi. Xo'p, значит sen o'zingni xatti-harakatlaringga ishonyapsan deyman. Ya'ni sen o'zingni va komandangni xatti-harakatlariga ishonyapsan deyman. Ha deydi. Okey. Men Xudoga ishonaman. Men boshlayman, tavakkal Alloh deyman. O'sha uchun, masalan, kim o'zini xatti-harakatlariga ishonsa, oxir oqibat o'zini xatti-harakatlari nimaga loyiq bo'lsa, o'shani oladi. 5 so'mlik ishlagan bo'lsa 5 so'm oladi, 100 so'mlik ishlagan bo'lsa 100 so'm oladi. Ko'p olib bilmaydi. Kim Allohga nadisa qilsa, Allohga ishonsa, boshlasa, uje siz ishondingiz-ku, sizni ishonganingiz uchun Alloh sizga to'kib to'shadi, tamom. O'sha narsalarni polностью o'z istaganingizdan ham ko'p narsani beradi. Networkingiz, men masalan suyini o'sha rahbar bilan qanday tanishib qolganman. Oddiy, men eventga borgan vaqt, bugun planimda suyini rahbar bilan tanishish bor demaganman. Oddiy tanishasiz, ideya chiqadi undan, telefon qiladi, 2 kechqurun telefon qilyapti talab. Jira deyapti, menga shunaqa ideya bor, shuni organizatsiya qilaylik. Nima deysan? O'zbekistonga borib, Jasmis degan burger bor, xuddi McDonald'sda, o'shani ochamiz. Okey, bez problem. Qancha pul tikish kerak? 600 ming dollar. Okey, boshlaymiz. Menda unaqa narsa yo'q. To'xta, ko'ramiz. Hisob kitob qilib, hamma problemalarni ko'rgan odam juda ham ko'p, juda ko'p faqat no degan narsani oladi. Bunday bo'lsa-chi, unday bo'lsa-chi, unday bo'lsa-chi. Shu ko'rib o'tiribsan, shu biznesga o'xshaydimi? Qanday qilishingga qarab, o'zi odamlar qilyapti-ku, masalan. KFC ishlayapti. O'zimda fikr shunday edi mana. KFC ishlayapti. Birinchi sira 3 kechqurun telefon bo'lyapti bo'lmasa. Shunda aytayapti, Jasmisni olib kiramiz, 10 ta filial ochamiz. Okey. Nima qilish kerak? Tamom, men olaman partnership. Okey. Miyaga kelyapti. Bo'ladimi, yo'qmi? KFC ishlayapti-ku. Men boshqa fast foodlar ishlayapti-ku, masalan, boshqasi ishlayapti-ku. Nima uchun bizniki ishlamaydi? Men ham o'shalardek odam, men ham miyam bor, men ham pulim bor. Tamom. Okey, necha pul? 600 ming dollar. Tamom, ertaga boshlaymiz. Уже boshlaganmiz, ana 7 kundan keyin keladi. To есть shunaqada просто bozorda shu narsa bormi? Qilamanmi? Qilaman. Risk, любой riskni oling. Chunki oxir oqibat maksimum o'lasiz, tamom. Hech qiyinchi narsa qila bilmaydi. Maksimum eng strashnisi o'lasiz. Riskni olish kerak. O'sha vaqt siz aytgan tavakkalchini to'yimi, tavakkalchi. Tavakkal qilmagan bayram qilmaydi. Da, risk maksimum qilish kerak, tamom. Meni hayotim shunday. Riskovni. Mana o'zi umuman fizikada ham shunaqa qonun bor-ku, masalan, hech narsa o'zidan o'zi bor yoki yo'q bo'lmaydi. Sen masalan nimanidir yo'qotyapsan, u yoki shakli yoki o'zgaradi. Masalan, pul yo'qotsangiz ham, demak, u tajriba sifatida sizga qoladi. O'zgaryapti, lekin baribir o'zingizda qolyapti. Shuni. Zo'r. Abdurahmon aka, o'zi mana O'zbekistondagi qiyinchiliklar umuman yuzasidan gaplashdik. Siz hozir endi sohaga kirib kelayotgan Web3ga farqi yo'q. U kripto savdo bilan kirib keladimi yoki mana shu biznes sohasida kirib keladimi? Qanaqa tavsiya bergan bo'lardingiz ularga? Imенно shu sohaga kirib kelayotganlarga men aytadigan bitta narsa, ketinglar. Shu narsa rivojlanayotgan joylarga borish kerak. Birinchi navbatda kriptoda network muhim. Network qurish kerak. Demak, eng birinchisi networkingni kuchaytirish kerak. Eng birinchisi network qurish kerak, chunki network qutqaradi любой joyda. Ikkinchisi bilim olish kerak. Bilimni yetadi deb o'ylamaslik kerak. Chunki bizda ko'pni kuzatib o'tiraman. Basic deyman-da, bularni biz basic deymiz bunaqa insonlarni. Basic narsalarni aytadi, teoretik narsalarni aytadi. Lekin realda u boshqa narsa bo'lib chiqishi mumkin, boshqacha ishlashi mumkin. Hozir bo'layotgan narsa. Aytayapman programmistlarimga, bo'ldi, до конца ishlayaptimi? Deyapman. U programmamiz до конца ishlayaptimi? Hozir USD'ni so'mga konvertatsiya qilib, boshqa qilyaptimi? Visa, Pizza, Apple Pay hammasi ulangan o'z menda. Ishlayaptimi? Ha, ishlayapti. Korzinga kiryapman, sotib olib bilyapman, boshqa joyga kiryapman, olib bilyapman.
kofe ham ichib bilyapman, boshqasi ham qilyapman. To'lov qilyapman USDT bilan. Ko'rsatdim sizga. Anons berib o'tamiz tez kunda. Keyin chiqyapti muammo. Hozir kiryapman magazin, o'sha kiyim magaziniga. Uverinman. Hozir sanlarga USDT bilan aplata qilaman. Ko'rasan. Yo'q deyapti-da. Okey. Qancha? 6.900.000 futbolka oling. Futbolka 6 million to'lov. Rad etildi chiqyapti. Nima shu rad etildi bu? Sразу programmistga telefon qilaman. Значит, ban bor. Ban bor, ana momentda hozir ban bo'ldi uning. Yo'q deyapti, ular chek qilyapti. Men aytaman, summani kichiktir. Kichiktiryapti. 1 million ursa o'lyapti. 6.800.000 ursa olmayapti apparati. То есть o'sha terminal olmayapti. То есть harakat davomida muammo chiqadi, yechim qilasiz. Siz bilmaysiz u chiqishini yoki yo'qligini. O'sha uchun ularga aytamanki, qo'rqmaslik kerak. Kirib kelayotganlarga ilm olish kerak. Ya'ni siz ular o'ylaganki, mana programmamiz tamom 100% ishlaydi dedi-da menga. Ertaga faraz qiling, siz bilan, siz mani userimsiz, siz mani foydalanuvchim. Sizda shunaqa hodisa bo'lsa, bu ishlamaskan-ku, scam deysiz. Siz ichini до конца bilmaysiz-ku, scam bu deysiz. Ishlamayapti deysiz. Shotimda pulim bor, lekin o'tmayapti. O'sha uchun o'zimda hozir test qilib yuribman, полностью istoriz qilib, o'sha uchun to'xtamaslik kerak. Man degan zo'r bu ishlaydi degani ham, даже Telegram update qiladi, Facebook update qiladi o'zini, любой program o'zini update qilib yuradi. Xuddi shunday bu yerda hech qachon to'xtash degan narsa yo'q. Men bo'ldi, bilaman demanglar deyman yoshlarga. Networking, bilim olishdan to'xtamaslik. Uchinchisi, ikki xil odamga tegishli. Pul olaman degan odam bor. Menday pul то есть pul beraman degan odam bor, pul olaman degan odam bor. Siz pul beradigan odam bo'lsangiz, harakat qilishingiz kerak, negotiate qilib, faqat pulga emas, kompaniyaga bog'lash, proyektga bog'lash degan narsalar bor-da. Protsent berish, ventureski fondlarga, boshqasiga faqat pul bilan rishat qilib bilmaysiz, coinizdan, boshqasidan. Shunaqa offer berish kerak, taklif berish kerak. U budishiga o'sadigan narsa bo'lsa, investorlar ko'proq interessatsiya qiladi. O'zini hard skillni sotadigan odamlar bo'lsa, masalan, developerlar boshqa o'zini rolini juda ham chiroyli qilib ko'rsatib bersa, prezent qilib bersa, ular ko'proq pul olishi kerak. To есть beradigan odam hozir kamroq, budishida ko'proq narsani beradigan bo'lishi kerak. Oladigan odam o'zini ko'proq manfaat beradiganda ko'rsatish kerak. O'zini qimmatroq sotib bilishi kerak. Shu narsalarga e'tibor berish kerak. To есть hamma narsaga ham okey deb ketavermaslik kerak-da, chunki qadri tushib qoladi. Networkingda ham masalan qadringiz bo'lmasa, siz vajdan odam bo'lmaysiz. Hozir masalan, agar men oddiy inson bo'lsam, masalan, Viabitsini egasiga telefon qilsam, u men bilan gaplashib ham o'tirmaydi. Biladi, taniydi, mana ko'rgan. No, biladi, men unda 10 exahash o'rnatganman. Men unga eslatib o'tiraman value'ni, qadrini. I will shut down. O'chiraman, boshqa founderga olib o'taman hozir. To есть shunaqa narsa. Ya'ni qo'rqmaslik kerak. O'zini berayotgan narsasini eslatib o'tirishiga, mention qilishiga qo'rqmaslik kerak. Juda yaxshi. Mana Abdurahmon aka, ilm olish kerak dedingiz, to'g'rimi? Bu masalan, sizni komandangizda ishlayotgan developerlar hozir aytayapsiz, o'zi bilamiz, bu sohada mutaxassislar kam hali deyapsiz. Juda ham kam topish qiyin. Yoshlar qayerda o'qish kerak? Masalan, siz komandangiz degani qayerda o'qigan? Meniki komandamda o'qiganlar Singapur, aslan Malayziya. Universitetda o'qitiladimi? Qayerda o'qigan? Ular ko'pini so'raganman, yoshligidan qiziqishi bo'lgan. Bu geta o'ynaganman deydi. Keyin shuni qana yasalgan deb qiziqqanman, keyin programmist bo'lganman deydi. Bu yoqda ko'p blokchainda zatrotlarda ko'pincha. Mehnat qiladiganlar, shuni 2-3 boradiganlar. O'sha uchun ilm prosta bu programmistlikni o'rgansin, boshqasini o'rgansin, loyihalarni o'rgansin. Hozir informatsiya juda ham ko'p. Juda ko'p informatsiyada. Internetga kirsangiz tiqilib yotibdi. Ingliz tilini o'rganish kerak, po-любому. Yoki ChatGPT orqali integratsiya qilib, masalan, olib perevod qilib, o'rganib, shunaqa qilish kerak. Va eng asosiysi o'sha muloqotda juda ham ko'p obmen informatsiya bo'ladi. Bitta kitob bilan men o'qigandan ko'ra, siz aytganda yana uni podkastini ko'rdim dedingiz-ku.
yoki intervyusini ko'rdingizku, Intervyu, undan juda ham ko'p informatsiya olasiz. To'g'ri. To есть, обмен informatsiya juda ham pik davrda yashayapmiz. Chegaralanmagan. Hozir ko'cha chiqsangiz, men sizga aytsamki, har bitta qizil ko'rgan mashinangiz uchun men sizga $1000 beraman desam. Butun diqqat, o'y, xayolingiz hozir qizil mashina qidirish bilan bo'ladi. Keyin keldingizki, men sizga aytsam, "Xo'p, nechta oq mashina ko'rdingiz?" desam, siz уже yaxlaysiz, aytasizki, "Men faqat qizil mashinani sanab kelgandim" deysiz. Xuddi shunday kim problemani qidirsa, problema juda ko'p. Juda ko'p. Kim imkoniyat qidirsa, imkoniyat juda ko'p. Ya'ni kim o'sha qizil mashinaga fokus berdi, o'shani topadi. Nimaga fokus qaratsangiz, bu yerda o'shani topasiz. Bu dunyoda-da endi любой joyda. O'sha uchun, to есть, bilim olish problema emas. Ko'p hamma narsa, resurs juda ham ko'p. Hozir lekin bitta shunaqa paradoks bor. Har bitta yechim yana o'zini muammosi bilan keladi degan paradoks bor. Masalan, hozir informatsiya olish muammo emas, ko'p. Bu juda ham yaxshi yechim berilgan. Bizda yechim bor, informatsiya juda ham ko'p. Lekin o'zini muammosi bilan kelgan, endi uni saralash kerak. Da, filtr. Uni ichida adashib qolasan. Filtr bu jamiyatimizdagi eng qattiq, eng katta muammodan biri filtr. Ya'ni hozir bitta aka chiqdilar-ku, kitob o'qinglar deb. Podkast hozir rosa anaqa trend bo'lyapti, hamma aylantiryapti, kitob magazinlar. Saviyamiz pastligini ko'rsatib berdi. Tamom, men uchun shunday. Men hech kimni negativ ham qilmaganman, chiqib kimgadir gapirgan bo'lsam Instagramdan po faktu gapirganman-da, fakt bilan. Aldayaptimi deganman. Lekin o'zimdan o'zim bironta temaga qo'shilmaganman, iltimos qo'shib yubormasinlar odamlar ko'rayotganlar. Men lekin u saviyamizni juda ham pastligini ko'rsatib berdi. O'sha odam trendga olib chiqyapmiz. Insonning shaxsiyatiga umuman e'tibor bermanglar deyman-da men. Gapirayotgan gaplariga e'tibor beringlar. Masalan, o'sha odam derski bo'laydi, uni gaplariga uncha e'tibor bermaydi. No bechoraga bizga bechora deb ko'proq e'tibor berishadi. Shunaqa narsalar bor-da, to есть filtrlash yo'q. Bizning xalqni burish juda ham oson. U yoqdan bu yoqqa olib borish juda ham oson, propaganda qilish juda ham oson. O'sha uchun filtr qo'yish kerak. Insonlar o'ziga filtr qo'yish kerak. Nima eshityapman? Nima qilyapman? Kim bu? Shubha bilan qarash kerak, so'rash kerak. Bizda so'rash yo'q. O'zi bechora-ku odam, u odam aldamaydi deydi. U odam 4 ta shashlik yemagan-ku deydi. U odam endi aldamaydi deydi. Hozir shunaqa xavf-xatar zamonda yashayapmiz. Biz bilmaymiz qayerdan xavf-xatar kelishini. Bu yerda masalan eshitib qoldim, masalan aroq ichishga ruxsat deyiladi, boshqasiga ruxsat. Xuddi shunday narsa blokchaynda ham xuddi shunday bo'lishi mumkin masalan. Siz bilmaydigan narsalarni informatsiya qilib berib, bu narsa zo'r deb skamga qo'shilib qolishingiz mumkin, boshqasiga qo'shilib qolishingiz mumkin, boshqasiga. O'sha uchun birinchi o'rinda saralash kerak, filtrlash kerak, kimlar nima qilgan. O'shalarni masalan узкий odamlarni keyin kuzatish kerak. Chunki hammani ham birdaniga kuzatib bo'lmaydi, ammo bir-biriga противоположный gapirishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. O'sha chig'iriqdan o'tgan necha yillik unisi bor, gaplari o'xshagan, gaplari bo'lgan insonlarni kuzatish kerak degan fikrdaman. To есть bu narsa bo'yicha akademiya tashkil qilmoqchi biz o'zi blokchayn bo'yicha, lekin A1 degan. Astagfirullah. A21. Nimaga A21? Bu o'rtog'imdan chiqqan, ko'p uchamiz-ku. Gate'lar bor. A gate, B gate, uchish yo'lagi. A o'sha uchasan degani 21 bu Bitcoin'niki, 21 million. Supply umumiy anaqa ta'minot. A21 degan narsa ochmoqchiman. Shunaqa akademiyada blokchaynni o'rgatadi, programmirованiyni o'rgatadi, ideologiyasini полностью blokchayn uchun bo'ladi. Shu narsani O'zbekiston, Bahrayn, Abu Dabida villa olganman 1 yildan beri yotibdi-da. Masalan, vaqt bo'lmayapti o'shanga. Remont ketyapti, boshqa ketyapti, aniq qilaman, уже полностью уже proyektlar chizilgan, remont ketyapti, lekin o'shanga vaqt bo'lmayapti. Ya'ni bu narsa bizning unimizda bor, planimizda. A21, ya'ni developerlar bilan zanimatsiya qiladi, blockchain bilan zanimatsiya qiladi, yangi SaaSlar ishlab chiqariladi, yo'qda loyihalar ishlab chiqariladi. Portugaliya, Bahrayn, Abu Dhabi, O'zbekistonda bo'ladi. Birinchi 4 ta tochkasi.
obmen informatsiyani juda ham yaxshi bo'lish uchun qilingan bu narsa. Ana shu qilinyapti, o'ylaganman. Lekin hozir o'zim imperiyamni qurib olmasdan o'rgatishga o'tib olsam, aytganimdek o'qilaman. O'sishdan to'xtayman. O'sha uchun hozircha stop bo'lmoqchi emasman. SNGda top bo'lsak, хотя бы SNGda top darajasiga chiqsak, keyin o'tsak bo'ladi. Keyin bizda bitta narsa bor, bilasizmi? Что qo'llab-quvvatlash borku. Chiqadi bayitlarimiz urushlarni, O'zbekistonning podeshkasini ko'rsatinglar. O'zbekiston qo'llab-quvvatlashini ko'rsatinglar. Chet elliklar bizani do'stlar. Men chet elliklar bilan ko'p o'tiraman. Ular bizani qo'llab-quvvatlaydi demaydi, ular bizani bekorchi deb o'ylaydi. Masalan, faqat layk qo'yib o'tiradi deb. Bekorchi deb o'ylaydi ular bizani-da. U bizga wow ko'rinishi mumkin-da bu narsa. Lekin wow emas bu-da. No, yaxshi ilmga nima uchun shunaqa qo'llab-quvvatlar yo'q deyman-da. Normal narsani aytasiz, masalan. Shuncha loyiha qilyapmiz. Menga lekin kerak emas qo'llab-quvvatlashi. Like ham bosib o'tirishlaringiz kerak emas. No, prosta aytaman-da, shunaqa odamlarni ko'tarishimiz kerak. Realni nimadir qilayotgan, o'zgarish uchun nimadir qilayotganlar odamlarni ko'tarishimiz kerak. Biza muhokama qilishga zo'r, biza oyog'idan tortishga zo'r, biza bir kishini bu yomon deyishga zo'r, biza yolg'onchi deyishga zo'r, biza boshqa umuman analiz qilmasdan, filtr qilmasdan qoralashga birinchi o'rinda biza. Chunki bu qora desangiz, bu harom desangiz, odamlarning ko'zida siz yaxshiroq ko'rinasiz-da. Hozir domlalarimiz ham shu narsaga o'tib bo'lgan. Bu harom desa, yaxshiroq domla ekan deydi. Halol desa, shubha bilan qaraydi. To есть shu narsadan o'zi odamlarni qo'rqib qo'ygan, odamlarning fikridan qo'rqib qo'ygan. Odamlarning fikri bilan yashaydigan inson u erkin inson emas men uchun. Odamlarning fikri o'zi uchun. Sen o'zingga ber ta'rifni, men qilyapman nimadirni. Xo'p, nima uchun qilyapman? Bu narsa o'zi menga yarashadimi? Men erkak kishiman. Pulini qo'y, boshqasini qo'y. Dadam ham aytadi, что o'zingga yarashadigan ishni qil. O'zingni qo'lingdan keladigan ish ko'p bu dunyoda. Lekin yarashadigan ishni qil. O'sha uchun tushunish kerak, o'sha narsani qilish kerak. Bizanikilar o'zini qo'yib, boshqa kishini muhokamasiga birinchi o'rinda. Birinchi o'rin shu narsaga e'tibor beriladi. Bizga o'sha uchun o'sishimiz qiyin bo'lib ketadi. Abdurahmon aka, lekin mana MDHda yaxshi bo'lib olishimiz kerak dedingiz. A21 hozir qaysi bosqichda o'zi? A21 like 10 stage bo'lsak, 10 ta stage bo'lsak, hozir biza 8-pog'onada. 8-ancha yaqin qolibdi. O'sha boshlayman. O'sha ko'p narsani birdaniga boshlab yuboraman. O'zbekistondagi tochkasi qayerda bo'ladi? O'zbekistondagi tochkasi Toshkentda bo'ladi. Nukus ko'chadan bitta ofis ko'ryapman. O'sha yerda aytganman. O'sha yerni olishlari kerak. O'sha yerda bo'ladi. Ularni o'qitadigan mutaxassislar chet eldan keladimi? Shunda kimlar bo'ladi? O'zingiz komandangizmi? Yo'q, Marokashdan bor. Uning programmistlarim ular keladi. Cyber security'larim bor. O'sha bo'yicha ular aytdim, ular keladi. Baribir o'qilaman, mix qilib tashlayman. Что обмен информацией baland bo'lsa, kulturani ko'rsin, boshqasini adaptatsiya uchun chet eldan keladi. Lekin bitta narsa, men o'qitsam, xoh tradingnimi, xoh blockchain'nimi, development'nimi, boshqasini o'qitsam, men ishga olaman. O'zimga shunaqa prinsip bu. Ya'ni men hozirgi qo'shtirnoqdagi traderlarda emasda, işte o'qitib, ularni chiqarib yuborish, to есть bu bog'bonsiz, niholni suqdingiz, o'zing o'ssang o'smasang ham o'zing bilasan degan bilan bir xilda. Masalan, men sizga uyingizga mardikor bo'lib kelsam, 10 ta niholga pul bersangiz, niholni ekib ketsam, pulini olib ketsam bo'ldi. Ularga qani o'sadimi yo'qmi degan narsa yo'q. Pul olish noto'g'ri-da bu uchun. Ya'ni ustoz shogird an'anasi bu boshqa narsa. To есть buni A tochkadan B tochkaga aytish kerak, qo'lidan tushuntirib aytish kerak. Biza yiqilgan chuqurlarga, cho'g'larga yiqilma deyish kerak. Shunaqa yiqilib aytish kerak. Baribir qiyinchilik ko'radi, no kamroq ko'rish kerak. O'sha uchun hozir biza tradingga va o'sha A21 ni shunaqa qilmoqchiman. Aytgandek, Bahrayndan pul olib kelyapman. Menga uchun kadrlar kerak. Men o'qitaman, ularga pul beraman, ishlataman. Ya'ni hozir institutni tugatib ishlayotganlar foizi 6% ekanda.
O'zbekistonda. Realni o'qishni tugatib, realni o'zini sohasida, dokument emas, realni ishlaydigan 6% ham chiqmaydi. Men 20-15% ga garantiya beraman. Olaman. $100,000 har biriga shot berib, treyderlarga bularga proyektdan shunaqa mexanizm ishlab chiqqanman. Har bitta developer proyektni sherik bo'ladi. Bo'lagiga sherik bo'ladi. Естественно, unda o'zida interes bo'ladi. Ha, sizda men ularga equity taklif qilasiz. Da. Ham fix pul yashashi uchun, o'zi uchun share bo'ladi. O'zini kompaniyani qaysidir miqdor qismi o'shaniki bo'ladi. To есть shunda rivojlanamiz. Men o'zim bo'lay demayman, biza bo'laylik. Keyin bu yerga chiqqancha o'zimniki bo'lib, osmongacha chiqsak, zato ko'proq odam bo'lsak, yaxshi aytayapman-ku, menga inson, I care about people. Men odamlar haqida o'ylayman, qayg'uraman, komandam uchun qayg'uraman. Men shunaqa holatlar bo'ladi. Komandam a'zosiga shunday bo'lgan. Juda kulgili bo'lishi mumkin kimdir uchun. Xotinim bu yoqdan nimadir $1,000 pul kerak deyapti. Bu yerda komandam a'zosi aytayapti. $1,000 pul kerak deb. Men faqat komandamga berganman. Shunaqa bularga berganman, to есть. Chunki xotinim meni yaxshiroq tushunadi. Men bilan bu haqida ko'proq o'ylayman. Komandam haqida juda ko'proq o'ylayman. Balkim sezarlar, balkim sezmas. Men komandamni rivojlanishini xohlayman, chunki ular qancha rivojlansa, ular ishlaydi, men shuncha ko'tarilaman. To есть ularni qadriga yetishim kerak degan narsa bor menda. Xuddi mana shu narsani yaqinda Twitterda o'qigandim. Bitta venture capitalist o'zbek, ismlari esimga kelmadi hozir. Ular yozganda, masalan, odamlarga, seni kompaniyada ishlayotgan xodimlaringga sen equity bersang, ularda ko'proq motivatsiya bo'ladi. Chunki u kelib anaqa shunchaki oylikka ishlamaydi, o'sish uchun, mana shu hissasi ko'payishi uchun ishlaydi. Bu motivatsiya, buni korporativ etika sifatida kiritishimiz kerak o'zi biz ham. Bu allaqachonlar amalda bo'lgan anaqa amaliyot mavjud, kiritishimiz kerak degan anaqa gaplarni. Bizda zo'r tarafni ham aytib o'tish kerak. Bizda marketing yaxshi ekan. Marketing tomonidan biz yaxshiroq. Rossiya biza yaxshiroq. Dubayda marketing boshqacha qaraladi-da, marketingga. Uzoq muddatli marketingga qaraladi, boshqa qaraladi. Men hozir ko'pincha developmentga, ko'pincha yaqinda yana bitta proyekt oldik, development deganim esimga tushdi. Buxoroda IT park quraman. Yangi IT park quriladi, o'shani qurilishini olganmiz. Hamma sohada bor-da, men endi iloji yo'q. Xo'p, imенно shu tarafga e'tibor beribman. Marketing tomoni qolib ketgan. Ya'ni PR отделim, boshqa отделim, hozir o'sha narsaga e'tibor beraman. To есть odamlar ko'p aytadiki, nima uchun sizni YouTubedan undan qidirsak topib bilmaymiz. Googledan qidirsak topib bilmaymiz. Men aytaman, men e'tibor bermagan ekanman, men Googledan qidirib odamlarga endi shunday как saytga masalan rasm qo'yish, rasmga tushing deydi-ku, masalan, esimdan chiqib ketadi. U bir xil bilish kerak, orqangiz seriya bo'lishga qachon men orqa seriya joyga boraman yoki uspet qilmayman-ku. O'sha uchun shu narsalarga biz zo'r ekanmiz. Talabchanlikka, boshqasiga e'tibor berishga, marketingga kuchli Toshkent. Rossiya, ruslar kuchli marketingga, psixologik. Chunki Rossiya, ruslarning marketologilari kirib kelyapti Dubayga. Juda ham yaxshi ko'rsatkichlar beryapti-da. Masalan, prodajaga, любой sferaga kirib kelyapti. Xonadon sotish bo'lsin, xoh u boshqa biznes bo'lsin, offline marketingni bo'lib yaxshiroq ko'radi dubayliklar, offline marketingni, lekin ruslar, ukrainsklar kirib marketni o'zgartiryapti, marketingni u yerda. To есть men shu narsani tushundim, SNG yaxshi bu narsada. Amerika ham o'zi Amerikadan rang oladi bu narsalarda. Bizda ko'proq digital tarafni olganmiz, ko'proq psixologiya bilan ishlashni, ular offline marketingni olgan ekanda. Bu tarafda o'sha uchun maqtashimiz kerak, bu tarafda biz rivojlanyapmiz. Marketingdan rivojlanyapmiz. O'sha uchun hamma narsa o'zi nima qilsin, odamlar sotsin-da bir-biriga. Zo'r. Bekorga so'ramadim Abdurahmon aka, nimaga A21 qaysi bosqichda deb. Mana yaqinda kuzatib boryapmiz. Qozog'iston ham bu sohada ozmi ko'pmi innovatsiyalar qilib boryapti.
boyagidek LinkedInga doim men anaqa kuzatib boraman ularni ham. Qirg'iziston yaqinda Instagramda bitta videomiz rosa uchdi. Qirg'izistonga Sizin tashrif buyurgani haqida edi. Va O'zbekistonda mana Tezer bilan masalan nap o'rtasida anglashuv memorandumi imzolandi. Ozmi ko'pmi ishlar bo'lyapti? Siz nima deb o'ylaysiz? Keyingi yaqin 3 yil ichida mana shu mintaqadagi eng rivojlanadigan mana shunaqa innovatsion hab qayer bo'ladi sizningcha? Kim ochiq bo'lsa o'sha yerda bo'ladi. Birinchi o'rinda. Men aytyapman, yana riskni olaman. Agar menga возможностьni bersa davlat, javob beraman, Sizisni ham olib kelaman shu yoqqa. Elon Muskni ham olib kelib bo'ladi. Qiyin emas. Men qancha aytdim, blockchain Central Asia blockchain forum qurmoqchi edim O'zbekistonda. Sentyabr, oktyabrda. Unisiga borsam, men aytaman, sizlardan hech narsa kerak emas menga. Menga kerak emas hech narsa sizlardan. Pul ham o'zim to'layman, KXni ham o'zim to'layman, hammasini o'zim qilaman. O'zim olib kelaman. Prosta government leveldan, masalan, yaxshiroqda government u bersa, invitation letter bersa, taklifnoma bersa, masalan, CZga, boshqasiga. Boshqa narsa kerak emas. Pulni ham o'zim beraman. Networkingni ham ishlataman, olib kelishga, boshqasiga. Bizlar yopiq bizlar. Aka, menga bitta bolakay masalan endi yoqmaydi-da rostdan. Shuncha ish qilib yuribsiz, nerv, stress, bu boshqa unisini kontrol qilish kerak, bunisini kontrol qilish kerak. Aytgansiz, tamom, men shunaqa odamman. Menga bir marta aytiladi, bo'ldi. Masalan, shu yerga kelganimcha men sizga telefon qilmoqman, masalan, bilaman o'zim nima qilishim kerakman. Telefon qilasiz. Aka, shunaqa aytilgan ekan, shunaqa qilamizmi? Menga shu prosta taklifnoma berish kerak bo'ldi menga. Shu narsani tashkil qilmoqchiman. Oka, kimdan so'radingiz o'zi? Bo'ldi, ammo shundan. Hozir ko'rib chiqay, oka, tamom, 7-1 oy. Telefon qilasiz, olmaydi. Keyin o'zim aytaman, menga nima kerak bunga yalinib o'tirish, telefon qilib, bu o'zi kim bu, nima bu? Men unga chiqib iltimos qilishim kerak-da bunday narsani. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Agar hamma birlashsa, Sizini ham olib kelamiz. Elon Muskni ham olib kelib, любой kishini olib kelib bo'ladi. Interes bu hammasi bor. Masalan, Vitel degan kompaniya bor, bilasizmi? Vitel. Ha, bilaman. Men primoyman boshlig'i bilan aytib o'tiribdim. Telefonni o'zi ko'rsaman sizga. Menga bitta sertifikat, o'sha razрешение olib ber, men kompaniya kiradi. U kompaniya kirsa bizga yaxshi, u bir nechta davlatda biz roaming ishlaydi. Yaxshi-ku, siz Arabiston bo'lyapsiz, telefon nomeri alishtirib o'tirishingiz kerak emas. Nimadir qilib o'tirishingiz kerak emas. Kirib keladi, O'zbekistonga pul bilan kirib keladi. Tovar-oborot bo'ladi. Aka, nima kerak? Bizga xat kerak. Xo'p, aytaman, official letter berishing kerak ekan, beradi. Kimlar qatnashadi uchrashuvda? Ularni ismi kerak, lavozimi kerak, emaili kerak, boshqasi kerak. Email o'shalarni narsalarni requirementsni beringlar, beradi. Hozir vazir uchib ketganlar Toshkentga, unga Yevropaga. Kelsa-da ko'ramiz. Qachon keladilar? Bilmayman aka hali. Keladi, hay, mayli kel. Nima qilamiz aka? Shu kelish kerak ekan, kutishimiz kerak. Xo'p. Bir oy o'tyapti. U kompaniyalar seryozni ishlaydi-da ular. Deadline bilan, boshqasi bilan. Ne seryozni deb qabul qiladi meni. Keyin achig'im chiqib dodlayapman, deyapman. Boshingga ur deyapman qiladigan ishingni. Когда men investorni olib kelyapman, interes bo'lyapti O'zbekistonga, sen shunaqa отношение qilyapsan ularga. Tamom, qilmayman men sen bilan. Ras shunaqa bo'lsa desam, ozgina asabiylashib ketdim. Keyin o'zini xatosi qolib turib, meni vinovatga chiqaryapti. Sen kimsan? Men o'zi bunaqa. Uni ham tushunaman. O'zi mizer oylik oladimi, balki buncha narsani masalan $5,000, $10,000 bo'lsa, конечно, keyin u narsalarni chiroyli qilib organizatsiya qilib, может, yoqmaydi, может, gap eshitadi. U ham tepadan. To есть shunaqa mayda muammolarimiz bor ekan, bizga o'sishimiz qiyin bo'ladi. Men o'zim uchun javob beraman-da, men bilmayman-ku O'zbekiston nima qilyapti, bu sohada, u sohada nima qilyapti, qaysi joylar ochiq. Men nimadirga xat beraman desam, mana bu crypto exchange ochaman deb xat beraman desam, kutib yurishim kerak, miningga kutib yurishim kerak. To есть mening fikrimcha, mana o'zimning fikrim, bizga paperda ochiq bizda. Qog'ozlarda ochiq. Atak ochiq emas bizda. Amaliyotda. Anaqa
Sizini intervyusini ko'rganimda bir gal Siziga aytganda nima uchun Dubayni tanlading deganda u aytadi, bu yoqda byurokratiya yo'q, nimanidir qilaman desang, shunaqa ko'rishasan shayxlar bilan. Tez hamma narsa tez amalga oshadi. Xarakteri zo'r. Men aslida shayxlar bilan ishlayman. Instagramda ko'rgan bo'lsangiz, men Majid Al-Qurayr o'sha juda ham katta oila ular. O'sha Dubayni boshqaradigan oilalarni, o'sha eng nufuzli oilalarni yakka-yagona farzandiman men o'rtog'im. Men undan hech qachon pul so'ramaganman, boshqa narsa so'ramagan. Bunaqa attention yo'q. Masalan, men bitta paket ko'tarsam, u ham yonimdan ko'taradi. Milliarder. U qancha Emirates Mall ularniki polnosti. Yo'q deydi, menga ham ber, men ham ko'taraman deydi. Faqat sen ko'tarma deydi. To есть ular bilan o'tirib gaplashish, tushuntirish oson. Unga bor qog'ozni to'ldir, bunga bor qog'ozni to'ldir demaydi. Masalan, men aytaman, g'antni olaylik, mana shu yiliga o'rtacha eng kam foyda, eng o'rtacha foyda, eng yuqori foyda mana bunaqa qilishimiz mumkin. Agar data centerga bersak, искусственный интеллектga bersak, mana bunaqa miningga bersak, mana bunaqa deb tushuntiraman-ku. Bir kechani o'zida tugadi meni razgovorim loyiha uchun. Tamom, biznesmen shunaqada tez qimirlashni xohlaydi. Men tez ishlashni xohlayman. Bir kecha tugadi. Tamom, ertasi kuni telefon qilyapti. Yordamchilar tamom. Mana bu area berilyapti. Ertaga borib ko'ringlar. Bu bo'lsangizda bizza o'zimiz taxlaymiz dokumentatsiyani deyapti. Prosta kelib qo'l qo'yishlaringiz kerak. Kompaniya kelib, pichat qilib, qo'l qo'yib, lowyerlaringiz kelsin, boshqalar kontrlaringiz kelsin. Tamom. Bir kunda bityapti ishim. Bitta u bizdan ikki bilan Abdurahmon menga tegishli emas-da bu. Men boshqa kishi bilan gaplashishim kerak deydi. Tamom, keyin u odam bilan 15 ta odam gapirsa, o'rtasiga ikkitasi negativ bo'lsa, tamomda yopildi u proyekt. Yo'q, bo'lmaydi deydi. Tamom, yopiladi bizda. Bizda qo'rquv baland. O'ziga mas'uliyatni olishdan qo'rqadi odamlarimiz. Qamalish hissi bormi, boshqasi bor. Qo'rquv baland bizda. Deydi, men shuni mas'uliyatini olmay, u olsin, mendan teparoqdagi olsin, biror narsa bo'lsa o'zi javob beradi. Yo'q, yonib kuyish yo'q, xalq uchun, davlat uchun. O'zi uchun yashash bor bizda. O'zi uchun yashash bor. Masalan, interesni deb o'ylaysizmi o'sha sheyxga mana shu loyiham 10 million, 5 million interes emas unga. To'yibdi-ku. To'xtab, pustoy yotibdi o'sha deyapti. Day, mayli 5 million ketirsin, zato ishchi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Mana shu uchun ular o'syapti. Mana shu uchun Dubay o'syapti. Dubayda faqat pocho hal qilmaydi. Tagdagi insonlar polnosti bir-biri bilan tushunadi. Ular humble bir-birini tushunadi. Tushuntirib bersangiz tushunadi vaziyatni. Tushunmaslik qilmaydi. Qonun bor, qamalasan demaydi. Odam-ku hamma tushuntirasiz. Mana bunaqa hodisa bo'ldi. Fakt ko'rsatasiz, tushunadi. Ha, bo'ldi, tushundim deydi-da masalan. Bizda aka meni qo'limdan kelmaydi, qonun bor endi deb o'tiradi bizda. Ya'ni hamma narsa bitta personaga bog'liq. Masalan, prezident masalan bitta odam-ku. U million ta narsani kontrol qilib bilmaydi-ku u odam. Qo'rqadi-da, prezident nima deydi? Olsan ichingdan to'g'ri bo'lish uchun qil, o'rgan, shu narsani harakat qil, shu u bilan chiqayotgan inisiativa bilan chiqayotgan odam bilan qo'shilib qil. Ertaga o'sha odam eshitsa, "O, barakalla, to'g'ri qilibsan" deydi-ku, keyin ikkinchisi boshlaydi shu ishni, keyin uchinchisi boshlaydi shu ishni. Hech kim o'g'irlik qilay, bir kishining kissasidan pulni olay deb kelmabdi bu yoqqa masalan. Hammasi. Men o'ylaymanki, hamma dunyoga deydi yomon deydi, masalan, o'g'ri, kazzob deydi. Masalan, shu bola yomonmi? Masalan, men javob beraman, shu bolaga yaxshilik qilsangiz, bu ham ichi vijdoni bor o'ylaydi-da, to'xta deydi, men yaxshilik qilyapti menga deydi-da. Bu bolamiz, siz ham shu, hamma shu. Kim qanday bo'lsa o'shanday odamni uchratadi-da. O'zi masalan Xitoyga ham shunday bo'ldi, Xitoyliklar yomon deydi. Men qancha Xitoyliklar bilan ishlayman. Ular aytadiki, O'zbekistonga borishdan qo'rqadi ular o'zi. Menga aytibdi-ki, shunaqa O'zbekiston shunaqa ekan, deyapti menga. O'zbekiston kelmagan bundan oldin. Yo'q deyapman, ha, shunaqa eshitdim, O'zbekistonda Xitoyliklar yomon ko'rishar ekan, deyapti. Ya'ni biza o'zimiz sazoat qilyapmiz problemani va o'zimiz o'shandan qo'rqamiz. Xitoyliklar ular yomon emas, ular butun dunyoda yaxshi odam bor, yomon odam bor. Siz unga yomon desangiz, hozir men kelib bu bir mush ursa meni. Bu bola kelib meni bir mush ursa, men buni deyin do'st deb bilaman. Bu meni dushman deb qabul qilgan, kelib bir mush uryapti, keyin men tamom uni
unga dushman bo'lib qolaman. Ana aytdi, ana dushman ekanman deydi. Mana birinchi o'zing urding-ku deyman dushman bo'lishim uchun. O'zi yaratyapti-da. Ko'p sektorda shunday. Xavf bor. Bu o'g'ri bu deydi. Yoki bu bunday. Yaxshi tomonini o'ylashmaydi umuman. O'g'irlanib qolamiz. Tushib qolamiz, boshqa qilamiz. Oxir-oqibat tushib qoladi, keyin o'g'irlanib qoladi o'zi. Shunday bo'lib qoladi, keyin ana to'g'ri aytgan ekan, o'g'irlanib qoldik deydi, keyin yana dal shunday ketaveradi. Proses tugamaydi bunaqa. Va bunaqa joyda talantlar ham qolmaydi yoki chiqib ketadi yoki umuman mana shu o'rinda bitta savol keldi-da, Abdurahmon aka, masalan, mana Dubay shuncha inisiativalarni qo'llab-quvvatlayapti va oxirgi paytlarda Amerika ham prezident darajasida, hukumat darajasida Bitcoinni, umuman kriptoaktivlarni takror gapiryapti. Unga mana yaqinda 2,5 milliard menimcha pul ham kiritishdi hukumat darajasida. Dubay 40 milliardga sotib oldi Bitcoin. Ha, Dubay allaqachon rezervni ham tashkil qildi. Sizningcha, talantlar uchun mana shu tashabbuslarni chiqaradigan odamlar uchun, sizga o'xshagan odamlar uchun qayer hab bo'ladi? Masalan, hozir Amerika endi kirishdi, Amerika ham manaqalarni o'ziga jalb qiladi talantlarni degan anaqa argument bor. Bu yoqdan Dubay qattiq harakat qilyapti. Shu paytgacha masalan Amerika nisbatan yopiq bo'ldi-yu Dubayga nisbatan. O'sha uchun keyingi hab qayer bo'ladi? Keyingi hab baribir Dubay. Menimcha Dubay hab baribir bo'ladi. Ushlab turadi bu narsani. Qancha zo'r ularni ko'ryapman, hammasi kelib Dubayga uchrashadi-da. Proyektlarni bo'yicha, boshqasi bo'yicha Dubayga kelib uchrashadi. Lekin Dubay qimmat. Shu uchun yashash tarafdan, boshqa tarafdan qimmat. Chunki networking baland bo'lib ketdi, pul oqimi baland, hamma narsa уже resursga kelib taqaladi. Menimcha Abu Dhabi ham juda ham katta e'tibor beradi. Hozir ko'p kishi ko'rmayapti. Lekin o'zim Abu Dhabida yashaganim uchun Abu Dhabini yaxshi ko'raman. Chem Dubay, shovqin emas ko'p. Lekin baribir Dubay borib kelasizda ishlaringiz uchun. Abu Dhabi yashash uchun, lekin Abu Dhabi ham уже kuchaytiryapti bu narsalarni. Dubaydan ko'ra yaxshiroq возможность beryapti. U yoqqa emas, bu yoqqa o'tsang, mana bunaqa narsa senga bonus qilib beraman, bunaqa. To есть bu o'z-o'zini mevasini beradi baribir. O'sha uchun keyingi u Dubay Abu Dhabi deb bilaman. Saudiya ham juda ham yaxshi kirishgan. Ochiq bo'lyapti Saudiya. Saudiyada pul ko'p, slishkim ko'p pul. Juda ko'p pul. Естественно, qayerda pul ko'p, o'sha yerda rivojlanish bo'ladi. Endi finans tilida aytganda, qayerga suv quysang, istaysanmi, istamaysanmi, baribir gul chiqadi. O'sha uchun Saudiyada men shunaqa odamlarni ko'rdim. O'ylamasdan yerni milliardga, 500 millionga, 400 millionga sotib oladi ular. Qayerdan buncha pul deymanda bularga? Pul ko'p Saudiyaga. Juda ko'p. O'sha uchun keyingi hab GC. Rahmat suhbat uchun Abdurahmon aka.